Isıdınız mı? Əmsə, abidə iç bakamdıq. Salqın, limon yalpızının küçük təmi. Vah! Kelam, azadlıkның huzurunu tən sürək. Qaldın ötken sizin, bək bəyzi. Bu il yazda abidə sizgə əmdə. Gel çayda. Hay. Canaklı boz. Mehmetcan qani? Ben bu yerden. Sen benim iş qotsa. Abiden muzdakisi tekin peyzi. Bilmemse? Bilməlike boşluq qız ketemdi. Ya abiden istiq çıp sağamı ya. Ben abiden muzdak durup muzdak içip bakay deyman. Ulan muzdak buldu. Sen? Abideni səlsən oldu ki. Soğuk içip gitmesin. Hadi kalayım. Abide soda suyunun lezzetini muzdek işkendi bilesiz. Ha, ben Mehmetcan. Malqani. Mana, mal. Aval tetip eqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushundirdim. Nima tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu yerda tetib boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizalaydigan tayyor tam tetib quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushundiramadim ma. Ya. Ya. Sen baka. Aşk men tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyordan tetib qildiruvchi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, istoliya cho'pi qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men bunga kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Aval tetip baxmasam bo'lmaydi. Yani şu gap. Mal beni az qolgan. Ma'qul, og'zinglarni ichinglar. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshiroqman. Bu kallalar maslani davotiman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqing. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyor tam. Oy, go'shagan chaqlar var. Ya go'shamaz, Tanyoponga payda qilgan mas'uliyatgan oldim. O, Tanyopon lap qallama. Bak diqqat qisla. Bak to'qpoqi keselken bu. Qaynatamma mushkisallab qilib ashu qilmagan darimiz qolmadi. Ya men emas, dadamga aldım. Bucu. Bravo. Qayşiklerini güvəlləndib, əgəşmə kesilliklərini aldın alırken şuna iki qap setib aldım. Oy, bunda qıslaq ne? Abi hekim açık kav kapsülü. Ha. Oy, onda olsa mən qaynatamga iki qap setib olay. Meni bir başlap basla. Bak yaman kella. Yaxşılıqını bilib qal ha. Oy, sizlar degan doim shunday yaxshi mahsulot ishlatib turibsizlar. Ma'qul, başlap biray. Mansla. Qanday oldinglar, yaxshimi? Yaxshi turdinglar. Tez chiqib qoldim deganman, kiyimda yarishibdimi? Marasning. Şu programımız yol qo'yilib, ta hozirgacha nurg'ulg'an yaxshi fikrlar kelib turyapti, ko'rib turyapmiz, minnatdorligimizni ifodalab turyapmiz. Endi shu 2023-yillik shu Abida Cho'lpon keldi programmamizdami qo'yilgan boshlab nurg'un mastonlar, ko'rmanlar o'ziniki ba'zan bir taklif fikrlarini bizga avatgan bo'ldi-ku. Masalan, al o'yinlar bek qizibdi. Chiqagan artistlar bek yaxshi kelmasa, shu o'yin to'g'riliqmi jiq to'xtilibdi. Qo'lda qog'oz ko'tarib, odamni topadigan, do'rab beradigan o'yin bor-ku. Shu o'yinlarni hamda ba'zan bir do'stlarimiz debdi, cho'qqum artist bilan riyosatchilar o'ynamay, o'sha tomoshabinlar bilan bir o'ynab baqqan bo'lsanglar, texim bek qizatdi deb boshda bir taklif fikr bergan do'stlarimizim bor-ki, uni ko'rib, qanday bo'lar deb o'ylab to'xtab tura. Mushsanda bir sinab baqayli deyishib qoldik-ku, bo'ptimi sizlarchi? Bo'ptimi?
Onu vaqtcha mukofot qilmasak faqat xizmaydi. U o'yinnikida hamda qog'oz ko'tarish imkoniyati bo'lmasa, hozir bir sinoq tariqasida bir o'ynab baqaylik. Bu o'yinning tartibi men xohlagan bir artist yoki xohlagan bir cho'lponni do'rab berma. Harakatini juma o'zim bilmay kimligini. Lekin to'g'ri topa olganlarga biz shu Obidaniki yangi bozor sagan limon yalp gazli ichimligidan berayli ishga yosh o'tirib ko'ringlar naq maydonda. Qandaq bo'lamdi? Onda bo'lsa oldi bilan do'rab baqay, ha? 3 2 1 To'qay tog' daryo janub shimol ara Süleyman to'g'ri. Unda ikkinchisi ko'tarib baqamdoq bo'ldimi, to'xtamdoq. Davomliq. Voy yaxshi. Unda esa ikkinchisi ya. Voy. Unda bo'lsa uchinchisi ya. Siz. Eyvah Adluşur. To'g'ri. Unda bo'lsa kimni taklif qilganligimni yoki qilmoqchi bo'layotganligimni his qila oldinglar deb o'ylayman. Boshqa ikkisi emas. Adlikamni alohida taklif qilib keldim qaranglar. Odatda o'zinglarning xabari va adlikam yana faqat desab to'maydi, shu osmonda yuriydi. Men bir jabhada bir deyishib, vaqtlarni to'g'rilab, programmaga arantas qo'ndirib keldim-chu. Agarda sizlar bo'pti desanglar, yoki bo'lmasa sizlar, bizning eng ko'nglimizdan qatqiytidagi bir cho'lpon bugun chiqibdi deb o'ylagan bo'lsanglar, hammanglar yuqori ovozda bir minnatdorliginglarni bildirayotgan bo'lsanglar. Vaqtni isrof qilmay, unda sayt qilaveramizmi? Chaqiraveramandoq. Adlikam saqlab to'g'limi xeli oldi, saqlab o'tmaylik davomli hamsa. Bugungi 2023-yillik Obida Cho'lpon keldi programmamizdan bugungi alohida soniga alohida taklif bilan qatnashgan bizningki cho'lpon ustozimiz Palak shoyi Odil O'shur akamiz, marhamat. Qanday aka, yaxshimi? Yaxshi tutdingiz aka. Yo, oxiri yuz ko'rishdik. Ko'rishmakmi bak tez oldimiz. Voy, yanimi desab, menib qo'ying, ancha-muncha osmonda yuriyvermay aka. Mana sizga sizda tatmin olmaydi ekan, tatgan bo'lsak sizga o'gitib qo'ysam bo'ldi. Sizga chiqib bir chupga so'ngzil dedim. Ko'zingiz baqasizmi? Ya, tabiiga balon tushmaydigan tabiiyganda. Hozir shogirdlar bormi aka? Bor, shogirdlar bor. Hozir sim tatqilib bo'lmasimi, lekin men bir amalni qilaman aka, turib cho'qim men bergan ishlar qilib qo'yadi. Ajda bo'lsa men cho'qim men beraman. Lekin yosh cho'ngib qolganda sal xotirjam bo'lang, cho'ngimdi. 18 yosh. Men shunday qarsam aka, yadimoniga odamlar faqat o'xshamaysiz. Qachonlar qarsa biz sizni mushtoq qarab ko'rganki, yerdan qarsa menda qarsa bir xil turdi ekan-ku. Davlat ish sirtida Odil O'shur desa tonimaydigani yo'q hozir, shundaq-ku. Palak shoyi deb katta nom bilan atavatimiz, faxrlik tuyg'uda atavatimiz, shundaq-ku. Shuning uchun oldi bilan aka, mush programmamiz qadamdashib qilib berganingizga ham bir qatim chin ko'nglimdan rahmatimni bildirman. Rahmat aka. Rahmat. Unda bo'lsa aka, oldi bilan shu ekran oldidagi nurg'un ko'rmanlar sizni alohida bek talab qilib ketgan bunda ahvollar batdi. Odil O'shurni bir chiqarsanglar bo'ladi, bek yaxshi bo'ldi. Haqiqiy cho'lponti Odil O'shurmi deb, voy uzun bo'lib ketdi. Men shu uzunning yoq sizni shu bir chiqarsam deydigan orzu armonlarla yurgan. Mana bugun vaqt soat kelgan o'xshaydi aka. Shu tomoshabinlaringizga, masonlarga oldi bilan bir salom yo'llayverish fursati beraman, andikin qolgan gaplarni paranglashmiz. Cho'lpon keldi programmamizdagi barliq ko'rmanlarga Odil O'shurdan o'tliq salom. Tugdim aka, mushunchlikdan. Qag'ilni sal turib deymiz. Unda o'zi o'tirish taklif etdim aka, marhamat. O'zingiz yaxshi kelib oldingiz. Yaxshi. Yaqindan beri ishlar oldirashmi aka? Yuqumliq tushgandan keyin biz nihoyat oldirashib ketib boramiz hozir. 3 yil nurg'un ko'rarmanlar bizning simda mangadigan faoliyatlarimizni ko'rmadi, jiq ko'rarmanlar. Odil O'shur bormidi, yo'qmidi, nimandaq televizor chiqmaydigan bo'lib qoldi deydi. Chunki bizningki faoliyatimiz har qatim faoliyat qilganda tomoshabinlar 200-300 ming ba'zi yerda, jiq bo'lgan 200 ming bo'lgan yerlar bor.
Eng az bo'ldi degandimi 7-8 ming tomoshabinlarga uyan ko'rsimizda anda faoliyatni yuqumliq mezgilda o'rlashtirammidik. Shuning uchun xalqimiz bilan yuz ko'rishish sal oz bo'lib qoldi. Mush fursatda bir ko'rish oldingiz aka. Ko'rmanlarmi ba xo'sh oldi aka cho'qim. Mashta kesib deyalayman. Amdi aka sizni adluvshorda burundan tortib kichigimizdan tortib biletdiq. Shaxsan men mashta chiroyingizmi bizga notunish emas, lekin mush siz to'g'riliq, turmushingiz to'g'riliq ishlar bizga qarang'uchi. Shunga shuni ko'rsatib baqayim bugun. Bo'ladi. Ambiya kelgankin men tayyorlik bilan keldim-da. Lekin savollarni bermagan-ku aka sizga. Yo'q, savollarni uqmayman, nima deb so'raydigansiz. Men tushunmaydigan gapni inglizcha gapdan qilib ketsam. Aka, unda bo'lsa, siz shu bitlab, balliq vaqtlaringizdan boshlab, anqa qaysi maktabdan o'qigan, qanday putagan xizmatga chiqib, hozirgidek bir kunga qanday kelgan, qanday bo'lib adluvshur bo'lgan, shu jarayondagi voqealiklarni men aslimi qilib bir so'zlab beramsiz. Bo'ldi. Xalqimizmi shuni anglashga nayda tashabbus. Chunki bu davozliq san'ati boshqa san'atga o'xshamaydi. Davomliq biz yerdan eng egiz bo'lganda 600 metr bo'lmasa asos bizningki uyan qo'ydigan davozliqmi deymiz. Davozliq 21 metr egizlikda uyan ko'rsimizda. Buningki boshqa san'atga o'xshamaydigan yeri shu bir xatarlik, davomliq egiz yerda o'zimizni tavakkulchilik bilan shug'ullanadigan bir san'at. Kichik vaqtimizda deb kelsak, men shu Davoz oilasiningki 6-avlod bo'laman. Ota-bobolarimiz davozlik san'atini qilib kelgan. Menga kelgan chaqda o'ng'ay tushmadi-da davozlikni o'rganish. Chunki 5 yosh vaqtimda mening dadam qaytish bo'lganda dadamdan 5 yosh vaqtimda qoldim, opamdan 14 yosh vaqtimda qoldim. Meni bu hozirgi sahnaga chiqish, mush davozlikni ishki o'lkalarga xalqaro tanishtirishda buningda yana bizning partiya xalq hukumatninki cho'ng qo'llashi bor. Bularmi xalqimizning cho'ng qo'llashi bo'lmasa, mening bugungi kunimni kelmaydi deb qaragan bo'ldi. Chunki davozlik san'atida davoz deganni jiqadam tushunmaydi. Davoz degan nima desa, bo'shliqda orqanda mingish degan ma'noni bildirdi. Davoz degan. Men kichik vaqtimda bu davozlikni otamdan o'rgandim. Yo'q, otam tuya ketdi-da. Men 8 yosh vaqtimda maktabdagi bolalar bilan birga o'ynab cho'ng bo'laman-da. O'sha bolalar bilan o'ynaganda bo'lniki dadalari kelib, opalar kelib, bozordan kelib, o bolalarni quchoqlab ko'tarib, akiltib, yanjoqlardan bir tal tuxum, bir tal kamutlarni bersa, qarab turdim, mening dadam bo'lgan bo'lsa, mening qilati deb o'ynayotgan yerimdan uyga yugurib kirib Yugurib opamning mening dadam ne ketdi desam, dadam Beijingga ketdi deb men shundanmi bir nimani berdi-da. Biz bak kichik bo'lganki bu odam qaytish bo'lsa, seni keladigan o'xshaydi deb biz ashunda o'ylaydi ekanmiz. Kichik vaqtimizdagi bu ko'rinish hozirgidek oldimda bor. Opam shuning bilan bir kuni endi yig'lab kirsam, opam o'zim yig'lab ketdi. Sizning dadam kelmaydi balam. Mening dadam nima ish qilgan odam desam, davoz dedi. Bu davoz degan nima, opa? Yerga bir qo'lda bir yog'och bilan manda sizib yerdan manda bir uzun egizlikka mancha metr keladigan, uzunlik manda keladigan yerda dadam shu yerdan bir orqaning ustida qo'liga bir tal tanshakni elib, menib eng egizga chiqib marat ko'rsatdi. Mani davoz deydi degankin, nima qilsa o'rganmadan opa desam, amma o'rganmagan. Nima akalarim o'rganmadi desa, bu xatarlik bo'lganligi uchun o'rgatmagan. Akam, adam bu davozlikqa kirmaganda shu chaqda. Nima dadam buning xatarligini bilib bo'ldi, men bilan to'xtasin deydi. Men bu davoz degan ism bir xil ishimga o'tkirib oldi-da. Men dadamga o'xshashmayman. Egiz yerda mangadigan bo'lsam, u chaqda bizga yetaklaydigan odam yo'q. Anda yerda mangadi deganki men bir tal yog'ochni qo'yib, yog'ochning ustida menga yiqilib tushayotgan. Bo'lmasa tomning ustiga chiqib olatdim. Tomning ustiga chiqib olsam, opam voy tush deb vaqirab o'tishib olatdi-da. Shu chaqda meniki bu qizg'inliqim boshladi. Chunki buningga to'g'ri yetaklaydigan odam bo'lmasa, bu davozlikni o'rganishmi mumkin emas. O'rganma deblam o'rgangan bo'ladigan bo'lsa, buni nurg'u odamni o'rganib oldi. Birinchidan xatari bor, ikkinchidan buni to'g'ri o'rganmasa bo'lmaydi. To'g'ri o'rganish uchun buningga to'g'ri bizga yetaklaydigan ma'lum bo'lish kerak. O chaqda menga yetaklaydigan ma'lummi yo'q. Opamning shu bir qiz gapi bilan o'zimmi shu tamlarda yog'ochlarni qo'yib, ashnada men o'rgandim. O chaqlar bizningki o yezida bo'lganki uy, nerede undaqayliq simonat yo'llar yo'q.
Qonaqlıqdan qirg'i chiqib men dadi mangdim deb o'zimni o'zim xo'sh qilatdim da. Siz nereden aka? Yangsar nayisining O'char yista. Bozg'un deb mushu burun bir nomi bor ekan pa. Bozg'un degan ma Talib Davud deb butun markazda bir tanqi chiqqan bir dadi. Shu yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan. Jiqedam davoz deganda ama yuqur yerda, yuqur pallada mangdo deydi. Chunki buningki eng muhim nuqtasi boshdagi mush tuvanda mengishda. Tuvanda to'g'ri mengish, tamponliqni yaxshi tanishash. Buni biz tuvanda o'rganib bo'lamiz. O'rganib bo'lgandan keyin buni endi rasmiy sahnaga chiqamiz. Bu sahnaga chiqish uchun nurg'un ajrlik etadi-da. Nurg'un odamlar bunda ko'raplama, meniblam chiqib qolgan o'xshaydi deydi. Chunki bizning kichik vaqtimizda sharoit yaxshi emas. Chunki bizningki tatadigan arqon, chiga arqon bo'ladi, chiga arqon. U chiga arqonni o'choqda kalvaqlaydigan, eshak vaqlaydigan, ot vaqlaydiganlarga ishiltib, unda chingini topqin olmaydi-da. Onu biz məxsus vurursak, ayşını qıpırdığa edemler batı. Çünkü onu qıldığanға uçaq bizden qurbatımız yetmeydi. Dadam tügek gitti. Apam biz 5 bala. 2 akam ba, 2 adam ba. Mən önün kiçikide. Bulağa qarmız bulmaydı. Şununla biz hem de yezada bolğanken, şu yezadınki turmuşıq köneş üçün, şu yerdə özümüzdənki bir hədlərim, şu yezağa bir serik ömək qurulub, şu serik öməkdə adam akılarım şu yerdə şununla şoğullandı da, şoğullanğandan keyin bir mezgildən keyin bularni nayiga elib kirgitdi. Yansa nayisiga. Elib kirgitib bulab, men yezda qolib qolaman. Abaydağı siz qal maktabda o'qigan degan savol bor. Men 1-sinfni 3 oy o'qigan, 1-sinfni. Mening maktab tarixim shu. Keyindan men o'qig'anim hammasi o'zimninki tirishchiligimni o'zimning jamiyatdan o'rgangan tajribalarim, davlat yozg'indaymiz, uyg'ur yozg'indaymiz hammasini o'zim o'rganib olganda. Chunki bir maktabga berib men bolalar bilan o'ltirdim. O maktabning sharoitim shundan nachar o chaqda 70 yillar degan. Kirsak to'pi o'choq sinfninki. O'ltirgan o'rindiq yo'q. Hammaylar manda kesakni kelib kesakda o'ltirib anglaymizda. Qo'limizga yozsa qattiq qog'oz bir narsani ekilib, shuni tepa qog'ozni, ba'zi qog'oz chizilib qildik. 3 oy u yerda o'qish jarayonida bir kuni maktabga borg'ichi, bolalar bo'zak bo'lib qoldim-da. Bo'zak bo'lib men bormayman maktabga deb turib oldim. Opam uni deydi, buni deydi, zot qaytdi bog'lanmadim. Bog'lanmay, men o'zimninkidan shu qiziqadigan ishim shu bo'lgankin, ashuna undan shug'ullanib yurdim. Shug'ullangan bilan u yezida bizni yetaklaydigan odam bo'lmagankin, opam egizga chiqsam chiqma deydi. Anda yog'ochni qo'yib mansam yiqilib tushsa bo'lmaydi deydi. Qanday qilsam bo'ladi deb turishning ustiga yansan naisda akalarim, adalarim ishlaydigan yerga meni ekirib berdi. Ekirganki u yerga kirib serik o'rgandim. Bu serik nihoyatda jafoliq. Uning keyindan shu bizningki bir serik o'rgatadigan Lyofusin deb bir xanzu muallimimiz bo'lgan. Bu xanzu ma'lummi? Şinjanga mening dadam bilan birga xizmat qilib, o'zi dag'i chiqolmaydi, simda mangolmaydi. Lekin boshqa seriklarni yaxshi o'qidi-da. Mushu meningki Lyofusin degan mush ustammi, menga serik o'rgatgan. Uning keyinda men andaq o'zim bir simni tatib bir talma bu odatdagi simni. Tatib uningda mangma deb manda qilib o'tsam, meningki xanzu ma'lumim. Sen mush dadangning kasbini o'rgandiga o'xshaysan deganda, qanday qilsam o'rganalayman desam, men senga depre, o'zim mangolmayman, senga depre qanday o'rgandiganligini dedi ma'qul deb. 10 metr orqalish uchun iqtisod ketdi-da, bizda iqtisodmi yo'q u chaqda. Shu bilan bu ma'lumim bir o'ziningki velosipedi bor ekan, eski velosipeddan birini 70 qo'ychanga setib, qandaydigan velosipedlarga kona shu nima 70 ga setib bu ma'lumim shu chaqda bizga mush arqonni elib mana deganda. U arqonni tatsak uzun qolmaydi, meni uzilib yaxshi olmadi-da. Endi shuningdimi hamda bizga asos sag'ichi bo'ldi dedik. Bu Lyofusin degan hamda mush Şinjan serikninki hozirgi taraqqiy qilishimi ash odamning jiq to'kpisi bor. Davozliqda hamda yetarlik uni uqadigan bo'lmagan bilan serikni uqqankin bizga serikni o'g'itish jarayonida davozliq dadang manda manga deb men shuning bilan bu davozliqni o'rganamanda. Davozliqni o'rganish jarayonida bizning o'choq sharoit bek nachar bo'lgankin, qayoqda qayoqsa yalan yaqmamiz biz eni qildi. Bu putimiz degan to'nglab sezmay qoladi putim. Qo'llarimiz menda to'nglab. Uniga chiqmasak o'rganolmaymiz. Yozda mashq qilsak bo'lmam desak, buni bir kun qilmasak o'zimiz o'qitganmiz mashqni. 3 kun qilmasak ma'lum o'qidikin, 10 kun qilmasak, o'sha o'ltagan xalqimiz o'qib oldikinda, shunga buningki ta'sir bor ekan.
Bo'ldi shunday chidab mashq qilayli deb men chidab mashq qildim. Men bilan billa 7-8 dek kichik bolalar bor-da. Meningki akalarimning bolalari, bizning urug' tuqqanning bolalari o'ginimiz. Mush o'ginish jarayonida hammasi uxlayotganda meni mashq qilib qo'ydi bu. Mening bakatchig'im kelib ketdi-da, kichik bo'lgan uxmayman. Men bilan xush yo'q edimki, meni qiynaydi bu edam. Nemishqa boshqa uxlasa meni mashq qildirdi deyman. O'choq chiroq yo'q, mayda suyig'ini sumayni quyiblar manda bir paxtada hozir kichik bolalarimiz uxmaydi, men chiroqda cho'g'ilgan kunchu. Cho'nglar o'z uxudi. Ashni mayni quyib shuningda manda qildi. Uningda mashq qilsam 1 soat, 1,5 soat mashq. Aytgan yuzimga qo'yib qara. Qarg'unmaydi-da. Aşında gayna çidap durup aşı ma'lummi meni ayliq serik salatdi. Bu serik nimdap davazlıqda bu biz kuchmaritni yaxshi qilib olsak, ma davazliq foydasi bor deganda, egiz yağı chiqqandimi, aşı ayqanda bir tamponliq qechib ketsa, nimani tutib olaymiz ag'amchilik. Tushib ketmaymiz-da, ashunda an tashvitib kuch mashqi eng muhim. Manda bo'lganki bu ma'lumim ani qilib bo'lsam, endi o'zimni yuvib bo'lsam, ikki to'ng'i chilakni kepirtib qishim, menga suv keldi. Turbi yo'q. Ko'lga berib ekanimizda, ko'lning araliqi 1 kilometr keladi. Kichik bu ham nimda pakavlab qo'yanda suvni chiqib ko'tarib, men hozir bu ham paketga uning ustiga bu egiz edammi dadi yaxshi mang'anmaydi. Egiz davazlanishida egiz davazlim yo'q bo'yicha. Ikki chelakni olama, ashadin kelib, qo'llarimga uzilib ketgandek bo'lib oyoq qo'yamiz. Uni qo'yib bo'lsam, meni qiladi deb meni qildirdi. Ma edamning deb shuni bilan chidamay bu mashqqa. Chiqib ketdim yig'lab. Uyga chiqib ketsam, uydagilar yana ekirib berdi. U yanga chiqsaq unday bo'lmasa, yana qiladigan bu mashqni deb qiziqib qilay deb irodani ching bag'ildim. Irodani ching bag'ilsam bek japa. Chunki bu kuch mashqni yaxshi qilsa qolmaydi. Mujinda qayliqqa qo'limizni turib davli deymiz, ma putimizni osmon qilib qo'yib 2 soat to'g'izdi-da. O 2 soatning ichida talada turimiz, qayg'iyotgan, qo'llarimizni qilib bunimizga yaqin ma'lumda muzlab yo'q, muzlab ketadi-da, ashida muzlab qoladi ashida. Ashida qildirdi. Nemishqa bizni bunda baqishinaydigan deydim. Ustoz zolim bo'lmasa, olim shogirdlar chiqmaydi. Chunki bu ustozninki bizni ayda ching tutishi o'zi uchun emaskin, biz uchunki. Biz uni tushunmagankin, nurg'un bolalarni hozir bizmi o'zimizning bolalarni yaxshi tarbiyalayli, yaxshi shu jamiyatga bir yaramli odam bo'lsin deb nim qilsak, ba'zi bolalar unmaydi. Yo qilmaydim, ani qilsam bo'lmaydi, mani qilmaydi deb. Belki erkin bo'lib oldi-da bolalar hozir. U chog'dagi bizda bo'lgan jabba oyoq kiyib mangimiz aslida. Oyoq og'adakmi shu iqtizot yo'q-da. Yalan yoqdim, yan turib qo'yib qo'yatqa uyanni. Endi uyan qo'yg'ini borsak, tomoshabinlar bek ko'rdi. Bir ya belat satsak 2000 satdik belatni. 3000 odam kirdi-da. 3000 odam chesimi, ashtam 2000 satsak 50-60 ko'y kirim bo'ladi-da. Bu kirimmi endi bizningki ko'rib 20 dak odam bor. 50-60 ko'y kirim bo'lsa, u bizga cho'ng biri 24 ko'y maash olaman-da, 8 mo'chan bir kunlikkim. O'zim serik nomerdan 8 nomer qo'yaman. Yalğızda 8 numarını qo'ya olayman. Bir numarim hesabda bir mo'changa to'xtaydigan o'xshaydi shu chaqda. Mushunda bo'lgankin, chiqadam bizni qanday cho'ng bo'lgando, qanday muqando bu bizningki mening mushsakni kamikim bek oson emas, tasdiqlagan. Chunki biz tirishmasak o'zimizni mag'lub qilib o'tamiz. Biz amal qilib tirishsak, cho'qim yaxshi sahnaga chiqamiz. Shunga men deyman, kichik vaqtimdan mana dadam, opamda kichik qolgan. Meningki hozirgi Muşunda sahneler yüzünüşüm abaydadan partiya xalq hukumatınınki qo'llashi bo'lapmi? Mush xalqimizninki ustozlarning qo'llashi. Buni qo'llamagan bo'lsa, balkim men insonlik shu yizdan chiqolmay, shu yerda balkim hozir bir ya 5 mo ya 10 mo yani teraydigan dehqon bo'lib yuratdim. Hozir Penakşayi alışır desa ishqir o'lkalarda xalqaro adam tanıydı. Hozir Atmiraydum tanıydı. Nima desa xalqim menga bergan bu cho'ng shon sharaf. Bu cho'ng shon sharafni oson kamida degan yerim. Meniki bu davozliq kasbimda nurg'ullar shu mashq vaqtida yiqilib tushganmidi yo qanday bo'lganda, qanday mashq qilganda deydi. Har qanday ishninki xatiri bo'ladi. Masalan, davozliq o'yinni birinchi qatim 85-yili Atmirayga kelib, Atmirayninki 30 yillik to'yida o'yin ko'rsatmanda shu chaqda Borxon şeyde şu adam bilen ko'rishimizda men uqmayman qasi boshliq degan u chaq biz kichik bo'lgankin kallimiz bak oddiy ekan. Shuni bilan ko'rishimiz, uning keyin voy deb shunda olqish qirishib ketdik. Bu olqish qirishgankin, bu yaxshi nomer ekan deb yana ketib, yana qiziqib, tag'inbak yaxshi mashq qilgan bo'ldim. Endi 86-yil bo'lgan chaqda mana shu 3-navbatlik
mamlakatlik osonliq millatlar tanarkat yig'ini oldi da atmirayni shu burunqi namir tiyuganning ishida u yerda u bir davoz ko'rsatsak xalq shunda olqish qilishib ketdi birinchi o'lab tushmayda u yon ko'rsatdim men qo'ycha mukofot oldim-da men kichik u cho'ng pul men qo'y voy deb pulni elib niyat xo'shal bo'ldim nima deyishimni bilmadim deb buni to'xta endi men mashq qilgan narsa olay dedim lekin u mashq qilgan narsani o'zim topolmayman-da ongacha bizning uzuq tug'izmay yana jutqa ketdi shu mezgilda endi bizniki mush davozlikni balkim jiq edam o'qidigan vaqt emas nima desa davozlik degan 2000 yilda ortiq tarix bo'lgan bilan buningki 50-yillardan keyin yo'qolib manganda buni tashlanib bitilgan bir yerda unda uyamı qo'ya olmay shuning kayda endi biz 80-yilga borganda buni taraqqiy qildirib mangdirmiz 80-yilda bu chaqjiqdan bo'lmaydi resmiy buningki mushu o'tagan xalqlarimiz ko'pchilik o'qidi davozni to'ngan vaqti 97-yili 97-yili meningki Sansha bo'g'izidan birinchi qatim menib dunyo Guinness rekordini yaratgan vaqtim 97-yili 6-oyning 22-kuni bu minutlar asan kemedi demekçi oğlum 91-yili biz Şanghay Goyan qo'yg'ini barimizda Şanghay Goyan qo'yg'ini borgan kim bizniki bir meydan o'yan qo'ysak 62 qo'ygan bizga berdigan pulda 62 qo'yni biz 15 davoz bor 15 bizniki bir guruh hamda dag'i chiqadigan yana bizniki ikki qiz bor uğaldan yana ikkilan bor to'rtaylar o'ynaymizda bu Shanghayda o'yan qo'yg'ini berib bir oy o'yan qo'yamiz ko'rdigan odam jiqulab ketgan keyin bir oy mushni bir uzartib bersanglar deydi bo'ladi deb bir oy uzartish jarayonida eng oxirgi kunda 120 maydon davoziga chiqaman 119 maydonni saq qo'yib bo'laman 120 maydonga borganda mush kino payliqandek arqon uzilib ketib 21 metrdan tushib ketdim bu 21 metrdan tushib ketdim bizniki naq maydondagi adamning hech qaysi qashim kelanmaydi men tushib 1 minutmi parlanib ketibdi past 1 minutmi hamda shunda bo'lganki meniki qanchalik zaxmlanganligimni shundan bilib olgan oladi hammamiz qo'rqib kelanmagan birdaniki necha odam kelib ko'tarib meni doktorxonaga olib bordi doktorxonaga bordi ko'zimni manda olsam doktorxonada doktorlar 5 nimanda qilib medel tatdi amal yo'q deb chunki meniki 17 sinfda tushib ishtiyoza bek zaxmlangan jiddiy qutqazmasa qutqizish unimi bo'lamdi bo'lmamdi u doktorlarmi birim deyamay amal yo'q shant had bo'ladi degankaylik men xansushni o'qimayman u chaqda ndo ko'zi qarimanda qankin nimda atqando dedim o'ng'acha kayindan o'shimdan ketdim 3 kundan keyin qarasam yotoqda hamma yerim ting'irliq menda ko'zimni ochsam usqalarimga urib chiqayotganda shunda oqirmadim shuning bilan davozlikning eng xatiri boshlandi-da menga boshlandi mangadigan yan mengib bo'lmasam u chaqda adil shurni hech kim tonimaydi davozni bir kim tonimaydi-da oyat yetib turib dadamning bizga o'rgatmagan yerim shu kunda buni xatir bor deb shu chaqda endi his qildim nima ish qilib o'rgangan bo'lgandim o'rganmasam bo'ladi-kim deb yotdim u chaqda Shanxay shahrininki bizniki burunqi Jurongji zonli shu chaqda Shanxay shahrining shahar boshlig'i ekan shu odam bizning Shanxay shahrida u cho'ng bo'lganki o shaharda bir ozroqlam ish chiqib o'qishdan shaharga yetib bo'lgan gap shaharlik hukumat aytam qanday qilsang qutuldimsan bo'lmaydi deganki osonliq millatlar aynan kaga osonliq millatgan bunda Shanxayda taraqqiy qilgan yerda bir odamning qutuldiramasan bo'lmaydi deganki shuning bilan boshqa doktorlarni ekilib boshqa 15 bir qutqizish ko'rib qilib meni 7 kunda meningki nimamdan o'tabdimanda xatar vaqtimdan 3 kunda ko'zimni ochdim bir narsani tuzuk uqmayman shuning bilan u yerda 3 oy yotdim doktorxonada yotgandan keyin meniki u yetim hozir ba'zi uqmayman qo'limni tuzlanmaydi meniki hozircha mendan bo'lmay cho'g'ilmaydi bel umrt 2 yerdan sungan maputum 3 yerdan sunuq 7 tal qo'rg'am miya 3 yer u 7 yer sunuq bo'lgan keyin ali dedi endi sen qo'polmaysan doktorlar sen ideyangda tayyorlik qilgin ish turdigan aridan birini tayyorlab birimiz sen bir ashni sanatchim ish turdi shuni o'zing o'ylab qo'ygin dedi deganki u gapni anglab ko'nglimga tag'bak yerim bo'ldi endi 20 yoshga vaqtimda men 91-yili 7-oyning 1-kuni mening shu arqon uzilib chiqib ketgan vaqtim bu esa bir kino ishlagandek 119 maydonni saq qo'yma 120 maydonga borganda uzilib ketadi og'amcha dastlab men aytgan og'am uziliblar jazlimi o'rlib tushdi ashno tubining yerga chiqib ketdim udillar
Şunun bilan doktorlar anda deganki ko'nglim tig'ibak yerim bo'lib meniki u yeterim sunuq. Meypeden bo'lamiz-da biz. U chaqda qarsam opam taxi yo'q, dadam taxi yo'q. Akalarim o'ziniki turmushi bilan arani, adam o'zining turmushi bilan doktorga dedim. Men uni anglab bak ko'nglim yerim bo'ldi-da. Men hech qanday taraqqiy qilmasam, ya opam bo'lmasa, ya dadam bo'lmasa, menga kimi ehtiyojlik qiladi. Akam g'uba, ajam g'uba. Uning o'zining turmushi tursa, men ajlaga o'zimning ig'irligini salsam bo'lmaydi deb ben doktorga dedim. Men ukul urib, men bu pishang bo'ldi vazgeçdim. Meni bo'lsa bir ukul tuplam uztib qo'ysanglar desam, yo deb uli degan qatti undan durini qo'yib qo'ydi, durini bo'lay desam, durini mijroq qo'yib men medelayamgankin. Aşalatga tushirib qo'ydi-da meni. 6 oydan keyin Shanxay shahrininki bir Minwayninki millatlar idorasininki boshlig'i doktorxonaning Yanjang andiki ishchi sestra xo'jajon deb 6-7 dak edam meni jutqa kelib qo'ydi Yangsaga. Yangsa bo'lgankin Yangsada yana bir 6 oydak yotdim. Yetish jarayonida men o'zim yaxshi chiniqqan bo'lgankin, putqulam faqat joy yo'qma bel umurtda ishgan so'ngankin. Kunda o'zim mashq qilib qo'pab yurib, meni menib mujda qilib 1,5 yil bo'lganda endi dastlab qopdim o'rnimda. O'zim dastlab qo'pab Özüm işeniz gelmedi. Şanxayga yana bir baray men dedim. Şanxayga barsam doktorlar hayran qılıp ma bir möcüz ma bu. Seniki muş meşqni bak qilganligingdan sen o'zamanda tura olapsan, men mumkin emas seniki sunğaya bak nima deb. Shuni o'ylayman bu yana dag'i chiqa olamdim. Bir qatim yiqildim, u yerda o'yetimsa bu tatqan japoni biza men ko'rib shirkatga aydamma ikkinchi o ko'rib bilan mangmaydi-ku. Biz şunun hamda tushib ketdim, meni chiqamdim onunga. Chiqmasam, men bundan ayrılgan bo'laman-da. Nereden yiqilgan bo'lsam shu yerdan qop oldi. Yana meniki yeydigan rizqim bor ekan, to'xta. Men endi qop oldim, qopolmaysiz degandim, men qopdim, hozir men oldim deb. Endi mashq qildim. Putlar oqsab, menga oqsab turib dag'da endi mashq qildim. Lekin yiqilgan yerga chiqib bo'lib, qo'rqib, ya oldimga mamam yo'q, ashundaq bir Nimbisketide qo'rqanchi. Buda yiqilsam men nechirim suna. Ay kallamdama men bildim-da bedende bulatqa og'riqni. Ay to'xta. Bunda qo'rqsam men tashlasam bo'ladi. Men ena g'ayrat qilay deb g'ayrat qilib meni qo'ydim. 95-yilga borganda endi men mamlakatlik musobaqaga qatnashdim. Oltin shir mukofoti oldim mamlakatlik qismda men. Endi ders qo'psizdan 97-yilda bo'lganda endi Sanşa Bo'g'uzidan 10-oyning 28-kuni Kanadalık ko'chirayin bu Sanşa Bo'g'uzidan mağdu. Men bu chaqda men bu bir musobaqa qatnashimizda mush asadliq millatlarda. Shu yerga borganda bizmi mang'alaymiz desek, bizni mang'uzmaydi. Chunki u chaqda bizni uqudiga aydam yo'q-da. Chet elliklar qila oladi buni, Jungolik qila olmaydi mana faoliyatini deydi-da. Bizninkimi unida qilsak yaxshi qildigan ishonchi bor, lekin xalq bizni e'tirof qilmasa amal yo'q-da. Shuning bilan mang'imiz desek, u nimaga mang'alay deb mang'uzmadi. Şunun bilan biz işimizga bir o't tutashdi. Qaytib kelgandan keyin buni Abnuraylik partiyakomga xalq hukumatiga dedik. Bizning menda davozliq santilgan mandaq tarix va biz menda mangalaydiq degandan keyin xalq ishlarini elib beringlar deb bizga bir ruxsatni berdi. Shunda 97-yili Sanşa Bo'g'uzidan muvaffaqiyatli men o'tdim. U chaqda Kanadalik ko'chirayin 53 minut 10 sekund o'tgan. Men 13 minut 48 sekund o'tib tunji bo'lib dunyo Guinness rekordini yaratgan vaqtim shu. O'tib bo'lgandan keyin nurg'un xalqlar Sanşa Bo'g'uziga menib tushib bo'lgandan keyin u daryoniki shu Sanşa Bo'g'uzi daryoni ishkirdikan bütün shu qandigan voy deb mevchuvilni gullarni kelib voy deb jeshvamida jungwarn men mayli shunda ta'sirlandim. U yerdan atmrani men qaytib keldik. Oydurmug'imi ish qilib meniki tariximda unda bir ko'rinishni ko'rmadim. 7-8 mingdak odam chiqibdi o'zlakidan. Chiqib oydurminingki shu hozir unda bo'lmaydi-ku. Shu chaqda oydurmining ayla qirshad qilib bo'sib etgani oz qilib shu chaqda bizningki burunqi ma'mur rais Mejit Nasir ma'mur rais ekan chiqsa bu ish chataq tanglashishkini debdi. Voy bu oydurmi to'sa beg'atarlik anjanda deb chataq chiqsa men javob qilay dedi. 7-8 ming odam oydurmni ishga kirib degan ko'tarib meni yerdan ekda bak ta'sirlanib ketdim. Bu chaqda ta'sirlanib o'zim meni yiqilib tushib yana qo'pab yana men nereden yiqilganmiz shu yerdan mang deb yana shu rekordni yoritdim. Qaytib kelgandan keyin nurg'un xalqlarimiz shan sharafni berdi. Partiya xalq hukumat Palak Shoyi degan
nimaning ba'di xalq hukumatidan Beyjingga apadi, Beyjingda mo merkezning rahbarlari Palakshay degan nomini berib, hozirgi bizningki Chunan Xayning ishlaymiz, shu Zungshuji chiqnacha shu yerda menga nimani ba'dida bu shan sharaf mening shan sharafim emas, mush xalqimizning shan sharafi. Xalqimiz bizni qo'llamasa, partiya bizni qo'llamasa, men shuni deb qo'yma, dumbaq yo'g'an bo'lgan bilan uni chaldigan cho'qolmasa ovoz chiqmaydi. Chunki cho'qi degan kichik dumbaq cho'ng. Shu bir kichik cho'qa dong qilsa ana ovozni chiqaradi. Biz qancha yaxshi artist bo'lgan bilan, qancha o'zimizniki talanti bo'lgan bilan bizga yaxshikni bo'lmasa, endi to'nilanmaymiz. Shunga bizni yana bek qo'llaydigimiz mush xalqimiz. Biz xalqimizdan ayrilib qoldik. Biz nima tushimizda. Shunga men shu davozlik kasbini birinchi qatim dunyo jin surkatari qabaqdim deb berdim sizlarga. Bu mening kichik vaqtimdan tortib hozir Asiyaga berib yoritib bo'lgandan keyingi ikkinchi bosqichga o'tsak, endi sizningki fikringizni anglab o'tib, men o'zim da'vatim. So'raydigan savollar hozir chiqib qoldi hozir. Ya, yeni chiqdi. Nurg'un bu yerda o'ltagan xalqlarimiz, ekraldagi xalqlarimizdan anglaydigan parda aqistigini sizlar uqmaysizlar, abay dedim, men sizlarga tushib ketganini jiqidam uqmay. Hozir men bu yerda o'ltasam, alishini menga deb. Men o'zimning dardini o'zim uqmay, putum qanday og'riydi, qo'lim qanday og'riydi. Bu yosh vaqtimizda uqmagan bilan, men yosh cho'ng bo'lgan siri buning ta'siri bak bo'ladi ekan. Ayliq so'ngakniki endi bu hozir mushnimi endi men o'zimga tanbamay, endi mashq qilib kelmanda. Ben bir kun bizden mashq qilib olsam davozni, ko'nglim shunday ichilib qoladi. Davozliqmi bundan keyin shu bo'lsa, xalqlarimizga, yashanganlarga o'rgatkim bor. Chunki odamdagi tamponiq buzilganda odamningki badan o'zgardi. O'zgarish bilan birga sizlardagi butun qon besimi deymiz, bizdan yurak bo'lmadi, bizdan böbrek, birdan jigar, chatoq chiqdi deymiz. Endi taniyobung deymiz. Hammasi shu badanningki tamponiq o'zgargandan keyin bu chiqadi. Şunu nurgun xalqlarımız uqmaydi-da buni. Meniki bu da yuqumliq vaqtida nurgun balalarimizni qizib ketadi, voy deb simda mang'uzmanda kichik shogirdlarim bor. Yarım saat mang'islam vukul uyg'andimmi, durigandimmi bakarak buningki foydasini ko'rdi-da. Men o'zim uqimanda, hozir buni men o'zim tadqiqot qilyapman. Mening mijozim shunda boshqayib ba'zi uqsizlar, usqonlar og'rib yetib qoldi vaqtimizda. Shunda chaqda simga chiqib men 1 soat menga vassam, yengillan bulab bu vukul uyg'andimmi, boshqacha bir odam yengillab qolaman. Shomada bo'lganki, bunimi hamda xalqimiz uqmaydi. Va simda menga bizni boshqa yadaram menga vassaq sim qanday ma'lum inshaalloh mumkin. Lekin shu sizlar mang'alaydigan ayndaq sharoitni qilib berib bo'lsa shu 60 yosh cheganda 60 yoshliklar o'rgansanglar sizlarga 90 yosh cheganda 100 yosh cheganda o'zingning ishida o'disdan o'zing chiqa oladigan bo'lasizlar. Bizniki oilamizda mana bir kitobni og'ach kelmabdim ko'rsanglar 118 yosh, 126 yosh, 111 yosh ayda umr ko'rganda meningki dadam kelganda baldo 76-yili 76 yoshida qazo qildi-da dadam. Bizniki Mavzudun reis tukanjilash 76da. Meni dadam yezida bir moy yavertkanda bir moy yaga suacıda şvakin, ma dadiygu suacıda, ma dadiygu dep belki zakonun beşte su saklaştaydıgan bir şvakin, şu yerde olturdukında dadam, şu çağdımı su olaydıganlı kelip dadamını zakon iştirvitip, ma zakonun ma nemisde mayanını itvitip, mayanını apkaşmakta su oğursuzlar. Şunu ola menin dadama muzdan işe çıktı, muzdan işeden çıkıp olanmay birinci kışta, ön ağırlık 1 kilometre üyege berip, dadam şu yaxshi bo'lanma, shu bilan tugab ketdi-da. U chaqda iqtisodiyatlim yaxshi emas, burun iqtisodiyat yaxshi, burun madaniyat inqilobi bo'ldi deb. U chaqda bizniki butun narsamizni tatilganni hech nimani qo'ymaganda, shuni o'ylayman, bir keyin deylik desak dadam bo'ldi, demanglar. Desang bo'lmaydi deb, iqtisodiyatdan ayrilib shundoq bir nimaga tushib qolgan. Dadamni biz doktorxonaga olib bir cho'ng naliga ekirlik desak, bizlik kichik iqtisod yo'q-da. Şunu bilan shu dadam shuni bilan tugab ketdi-da, ashuniki nima so'zlar. Ashad bo'lgan taqdir shu. Shunga meni hozir buni mandaq
arlıqda bir digim keldi. Xalqimizga şoňa bu simda maňa tensalamatlik paydasy bar degan. Ügengänlik bar bolsa, men bu özüm ýakynda bir ýany qilma. Bir özüm 3 ayda başga özgörüşni bilisizler. Doktorxanadaki bütün tekşürgen nimaňyny ekilip, şunu 3 aydan keyin özüňlik tensalamatlikni qanda bolgan, 6 aydan keyin qanda bolgan, uyquňla ýaxşy bolady, endekin barbara tutulish qabiliyetinglar o'zingni yengillab qolasizlar. Men buningga hozir hamda o'zim tadqiqot qilib shuni qilyapman. Bo'lsa, cho'nglar shundan foydalanib qolsa, cho'nglar yosh cho'ng bo'lgandan keyin hammaylar cho'nglar qanday bo'lgan deb shunida ansiraydi ekanmiz. Andishlikni tugutish uchun cho'nglar 70 yosh 80 yosh cheganda o'zining ishini o'zi qila oladigan, "Balam sen ish qatsa uy kelama, osh yetib berma" deydigan, mushning bilan mushu tan salomatlikka sog'lomlikqa bak cho'ng foydasi bor. Shuni qistirib qo'ydim, shuni bu asl. İşte mektepten birini çokum içiğin cuma ka ögünüp koysak boğudak rastam. Abayt yak şu 97 yildiki sen şab oğuzununki meselesini ben sormak istem, sual kılıp davet kaldınız. Andakin gaplarını anlap oturup ben esqib qalğanam hamda. Guinness rekord yaratib bolgandaki adlı uçurda bir resmi tonundunuzga. Onundan keyin näge bolsanız özüňizden keyin şu oyun qo'yish haqqi va boshqa jihatlarni o'rlab mangdi, üst mangdi deb o'yladim. Mushunda hissiyat qanday bo'ldi ki? Bu tonunib bolgandan keyin buni yaxshi tarafimi balkim o'zimizga besim bo'lgan yerimi nayt ko'p bo'lib qoladi ekan. Chunki bizningki bo'lapmi yurish turishimiz, minish turishimiz bizning saknaga chiqdi. Xalqimiz shunchalar bizni qo'lladi. Tonunib olib xalqimizga ya'ni yaqin to'may o'zimizni cho'ng men Pelak shoyi qilib o'zimizni bak yuqori o'rin qo'yib olsak, birinchi bizdagi xatolik bo'ladi. Şunu burundiga men bir yerga borsak, ko'cha avtobuslarga chiqarib mingaverimizda, ko'cha avtobusiga chiqamiz, yeshli bo'lsa o'ltirablam voy namnib qildik. Ba'zi biz ko'cha avtobusiga chiqsak, "O'jon, alushur turibmi ko'cha avtobusiga chiqadi ekan. O nimish bundoq qiladi" deydi. Bizmi o'xshay odam aslida. Hozir jamiyat cho'kish kerak. Cho'kkanda endikin xalqimizga yaqin tura olamiz. Men o'zimni o'ch mashinani o'ylab, xalqimiz qarsa ayanda abtuzluqaga emas, bizmi ashlining turmushini ko'rish kerak. Bu yaqin bo'lish kerak-da. İkincidin, iqtisodga kelgan chaqda, san'at sohasiga kelganda, Dilrabo deymiz, Gulnazar deymiz, anakini bizniki ma Tongliya, Liya Pian degan, Wang Junjun deganlar mala Xinjiangdan chiqib kino sohasiga kirib, uning hozir iqtisodimiz nayt yuqori. Ammo bizniki ma Xinjiangimiz san'at sohasida bizniki bizni Abdukarim abimiz deymiz, Abdullah Abduriyim, Mahmud Sulaymon. Ayna bizniki nurg'un dаңlıq artist bolalarimiz bor. Bularninki iqtisod nimasi kelgan chaqda cho'lpon bo'lgandan keyin iqtisod nimasi yaxshi bo'ldi. Men bu iqtisodni burun o'rin qo'yib olsam bo'lmaydi-ku. Men bir qatim eng jiqalgan chaqda simda menga 7 million pul olib baqa vaqtim bor. Bu 7 milyonni taqa Xinjiangdagi bizning san'at sohasida taqa bizningki bolalarniki undaq 7 million olganlar yo'q. Chunki nima desak, menga bir naqshchi Shangangniki Liudo Hua deymiz. Buni bilan biz bir billa faoliyat qatnashib qolamiz. Qatnashib, shuni bilan bu mendan so'raydi. Sen bir qatam mangsang nesh pul olsa deganda, men sen Shabog'izda mangan chaqda pul olmagan bir pul yo'q. U degan biz dunyo rekordimiz yaratimiz deb mangdik. Xalqimizga shon sharaf, partiyaga shon sharaf keltiramiz deb mangdik. Endikin Xunan ma Jurung choqsi bilan Furung choqsida mishani jiqlab ko'rgan tumanning ichida qolgan bir vaqtim bor, bilamsizlarki. Mangsam yomg'ir yig'ib ketib, og'am ko'ranmay, nihoyat eng xatarlik bo'lgan vaqt. Shu chaqda mangan chaqda 300 ming ko'yga 2000 yilda 300 ming ko'yga deyishgan. 300 ming ko'yga deyishib mangduq. Men bo'lib o'ma tas qaltuq hamda sim o'kuna yomg'ir yig'ib teyingoq. Onun üstüge udulnum köygün olmaydı. 25 aparat menin nərlikimni tapamaydı. Faqatla mende muşu bir simsiz mekarpon bolğan muşnunda özümnin avazını anlap turdu. Öydekilerim ansirab. Muşçaqda men 300 ming koyğmangan. Men özümge vakalta mangmayman. Xinjiang vakalta mangdım. Bizniki Xinjiang Serikümekeden maşallah. Amanga bunundan 30%ni manga berdi. 70%ni bizden idare alıp kalır da o pulni. 300 ming koyda bana hiç bana 90 ming koy pul keldi da. Ama bu pulda 90 ming koy yaxşı. Hesapta canlı tikisiz demek aka. Bu simde meniş bir qadam yaxşı alamazsak hayatımızda ağrınımız. 1000 metr simde mangsam 1000 qadam emas 2000 qadam ming pulimiz 1000 metr simde 2000 qadamning hammasida xatar bor. Bu xatarni yengish kerak. O'zimizga irodani chin qilish kerak. Endikin bizni udulda saqlayotgan xalqimiz bor. Men cho'qim yaxshi o'tab, mening yaxshi minishim kerak degan bir iroda bilan mangimizda. Uning keyinda men ashad menib bo'lgandan keyin bir qatim mangsam 500 ming bo'lgan bo'ldi.
Endi bir qatam mangsam 800 ming, bir qatam 1 million aşında ko'tarib mangdik. Meniki jiq ağınımı şu Guangzhou'daki egiz tani bilsizlar. Guangzhou'dan mangan chaqda şu yerda şu 7 million. Liu Daohua deyishpagan. Bu yo'q, Liu Daohuaning degini men bir naqsh o'qisam, Liang Baiwan San Baiwan almataga luyin qilib qo'yganda, ikki naqsh o'qitnam San Baiwan alaman. Men anadan xijilolab necha pul olsa deganda men 300 ming qo'yliqni 500 ming qo'y olaman deb xijilolab deymanda. Desam sen bir qatam mangsang Liangyi Sangi deydigan hamda 100 million 200 million pul olsang bo'ldi ekan. Sen unda igizlarda hayotingni qilib biz qara sakna chiqiblam ikki naqsh o'qiymiz. O'niki shu Liu shu yerda menga yozib bergan. Mushu dunyoda eng mening cho'qindigan edim Goukuan Adili deb. Menda bosh nima qilayotgan faoliyatimizdanki bizning qimmatimizni, qadrimizni bu deb berdi. Biz o'zimizning qadrini o'zimiz bilmaymiz, qilolmaymiz. Men Xinjiang ichida faoliyat qilsam 300 ming qo'y pul chiqasi, voy, bektas chiqirdi. Ishqirda 300 ming qo'y asallam, 300 ming qo'y desak, mana deblam nim qiladi. 500 ming qo'y, hozir 1 millionlik faoliyatlar jiq ishqirda. Abulu deb. Ba'zi ishki binoni o'tirsida menga pirimiz. Uyni setib olmag'ali, uyni ishki sotadi deb. Abdalib bersak, uni aytaman, ya 10 minut ming pulim, ya 15 minut ming pulim, 500 ming 1 million pulni ola olaymiz-da. Men bu iqtisod yaxshi bo'lsa, endiki men nima davozlikni teqimbek yaxshi taraqqiy qilurman. Hozir meniki Yingsan naysda o'zimning tug'ilgan jutdi shu yerga bir davozlik tarbiyalash markazi quruqliqda. Bu yerda hozir meni tarbiyalagan 60 ga yaqin balam bor hozir. Cho'nglari butun mamlakat ichida o'yan qo'ydigan xalqaro sahnlarga chiqib hozir birinchi, ikkinchi mukofotlarni elib kelib bo'ldi. Hozir endi yaqin tarbiyalayotgan eng kichiki 7 yoshdan tortib cho'ngi 13 yoshlik bolalar bor. 30 balam. Bulimi necha yildan keyin chiqadi. Men bu topgan zotni men yo boshqa ishlatmayman. Mush madaniyatni yaxshi ko'raman. San'atni yaxshi ko'raman. Bulam davozlikni yaxshi ko'raman. Jiqedem deydi aduşur andaqı sotqı mandaqısan. İşkirdikil deydi sen de davaz mangmay naqşiyetini günüp nandaqaylık niminin qatarmaqsan deb. Altını zaga soqsun. Aşpaz edem bas çoqum aşpazligini qilish kerak. Men davaz olganka men davazimni yaxshi mangay deb men o'zimning kasbini shunga izchil davomlashtirib kelyapman. Akaras hozir Aqsaray deb qo'ymas, shu Adil sud saraytiga biron. Siz sog'an makashani? Yo'q, mushni jiqaydam ashna deydi Adil sud sarayi. Buningki faqat men mushninki obraz bo'lganda, obraz bo'lib 2000 pinfanga yaqin, ya'ni men obraz vakil bo'lash suhbatim bilan uning keyinda setvaga yerim bor. Hozir hamda u mo'ylaqa ehtiyojlik yerlarga ijara berib qilyapmiz. Bu Adil sud sarayi bizniki Yangsaliq Tursunkam degan odam sog'an. Şu adam selip, o adam beni operaz vekili qilib, Adil sud sarayi uning oldida u xayping sud sarayida hech kim uqmay, simda menga berdim-u Adil dasa, echildigan vaqtda. Shu bir kundan ichida butun hammasi setlab, bu nimalar bir kundan ichida tugab bo'lganda, bu iqtisod qimmatimi endi yaratqini bo'ldi demakchi. Şu adılda sağ qoldi hozirgacha. Andiki yana bir masala aka, mushu mayli nali bo'lsa cho'qim bir davozga menish tegish kelib qolsa cho'qim mangdikansiz-ku, bardikansiz-ku. Mushu simni qanday tekshiraysiz aka? O'zimiz ta'atimizda har qanday simni bizningki maxsus oladigan zavod bor, zavod bilan teshib bizning simni alayda boshqa simlarga qaraganda alaydilik qilib ishlab berdi. Shu boshqa simlarning ichida may bor, eliqa orasiga mandaq bir chigini qetib qo'ydi, uningda may chiqib, mangsa tena bo'ladi. Bizning ma'nogan simlarning hammasi alayda zavodni to'xtatib turib, biz 2000 metrsak, 2000 metr, 1000 metrsak shuni alayda biz bursak, bizga yasab berdi-da buni. Bu simni tatadiganmi meniki uyning cho'ngi meniki erkin o'shur deb meni akam simni tatidigani shu. Bu sim tatishmi bir texnika. Men simni yaxshi mang'anim bilan simni yaxshi tatolmayman. Akam simni yaxshi tatudi, simni mang'olmaydi. Ikkalan birsimizga bog'lashliq. Chunki simni bir texnika ketadi-da uningga. Men menishqim bir texnika ketadi. Shunga har qanday yerda o'yan qo'ysak o'zimiz tatimiz. O'zimiz tatgan sim ishonchli bo'ladi. Siz to'g'riliq men hikoyalarni anglagandan keyin bir boshqacha bo'lib qoldim-ku. Men abayda yaxshi kirketdim. Haqiqatan oson emas-ku aka, shuni his qilib qoldim. Bilishimcha aka boshqa yerlardami ziyoratlarni bekcha qabul qilmaysiz, bugun deb berdingiz bu gaplarni hamda. To'g'ri, hozir ziyoratlarni qabul qilmaslik nima sabab bor? Jiq arslarimiz
Özününki perde akısını digini olmaydı. Emmeyler özümüzden çıraylık yerini köstümüz, noşturumuz deyimiz. Emmeyler de boğa mişadı oltağın, capa müşakkat bulmuşsa, alavet kögün olmaydı. Şundak o, ter akmışsa çokum biz bu terninki alavetini göremeyiz. Şunun okşaş men hem de özümdeki küçük vaktimden dağıtıp iktidar kıyınçılıkımı şunda abay dedim bana meş kılgan. Hatta dağıdım ansak kiliga ayaklarımız mı yok bir çok aydigen neç koyluk neyse. Şunu mu ağdek kurbet yok. Hazır bana miyagi çıkıp kasakda halkımızga aynı özümüzden iktidazatının hazır yakşı boğallıkı, özümüzden tonulganlıkını sözlavattımız. Şunu ziyaretini men bazıyak bağında bek çıkma sözlek etmeyim ama ma Çolpan geldi programımızın yaxşı görgenlikimden dep bir vadım. Rahmat. Şuna rad qilmadingiz aka o'zingiz yaxshi ko'rganligingiz uchun program guruhimiz nomidan chin yuragimizda yamriq qayta tashakkurimizni bildiramiz aka rahmat. Hamdi aka 97-yildan keyingi ishlarni siz abay deb bermadingiz-ku ikkinchi qismini. Ashta bir deb beramsiz? Anglayli. 97-yili birinci qatam dünya jinsi rekord yaratib boldim men. Yaratib bolgandan keyin ikkinchi qatam Juron cho'qqisi bilan Furon cho'qqisidan mengishim o'zim tanlagan o'rinda. Özüm tanlab 52 minut 10 sekundda mangdim 1399 metr. Uzunluğu egizligi 436 metr keladigan apulasim. Bu yerda mengishlik sebep men Sanşa Boğaz'da mengib boldim. U yani çünkü Kanadalik ko'chirayin umi mangan. Men uning bilan jangilan qilib u yerda mangdim. Ikkinchi qatimliq men tanlaganni o'zim tanladim-da. Bu yerda tuman, unda sharoitni men uqmayman. 360 kunning ichida shu 300 kun tuman bo'ldi ekan, 60 kun yaxshi bo'ldi ekan. Biz mangimiz degan kunima anda tuman bo'lib ketdi. Shuningdimi ayna xalqimizning madadi bilan muvaffaqiyatli o'tib, bu ikkinchi qatim mening dunyo jinsi rekord yaratgan vaqtim. Uni hozircha biroz buzib baqdimi? Yo'q. Buzamadi. İkinci qatim Tunçiniki Fingjanasda Shawzay Tiankanda bir dunyodagi eng cho'ng azgal deydi. Buniki egizligi 666 metr. Eng egizli mangan bir vaqtim. Bu mangadigan vaqtda machetdim mengib uzunluqqa 538 metrsim. Barıma ayni qaytib kelaman. Berib ayağın kelashimda manga ayolim balalarım xat yozdi. Men ayağınga basam ayanda u xatni yandırıp ekkelime. O xatning nimaligini uqmayman da somkaning ichida. Kep bulab endikin bu 3-chi qatim dunyo jinsi rekord yaratishim. Xatni ochib qarsam balalarım manga yozibdi. 3 qatim dunyo jinsi rekord yaratganingiz yetarlik bo'ldi. Dada, endi mangmisiz? Opam, hammanglar sizningki salomatligingizni, sizningki endi natijangiz bizga kerak emas, dada. Sizning salomatligingiz, sizning bexatarligingiz bizga kerak. Endi to'xtab qolsangiz bo'pti ekan deb yozibdi-da xatni. Qarab, nayt ko'nglim bir yerim bo'ldi. Chunki meni taniydigan cho'nglarning hammasi hozir qatam men dematlik, mendan cho'nglarning hammasi adil bo'ldi. Endi mangmang yeterlik bo'ldi deydi. O degani shu menga ko'ngil bilganlikka, menga eslashlik qilganlikka. Chunki abay men degandek biz sakinda arildik, bizni xalqimiz asosida unutilishga tushdi. Unutilishga tushdi. Chunki hozir men manga vaqtim 97 2000 yildan burunqi ishlar jiqballar desa uqanmaydi. 2000 yil manganim ashyo'li Juron cho'qqisida unimi bak butun mamlakat ta'sir cho'ng bo'ldi-da. Unim hozir yosh bolalardan so'rsa, naqshchi bo'lsam kunda naqshni o'qib versam, yangi naqshni chiqsam, bu matematika hamma bola o'qidi-da. Meni cho'nglar hammasi o'qidi. Alisher ishkirga borsammi, miyakasam cho'nglar o'qidi. Ma 2000 yildan keyin bolalar sal unutilganlikku. Men shunga o'zimning faoliyatini to'xtamay shu chaqandan bir faoliyat qilib keldik hamda siz jo'yalibsizda. Endi o'zimniki bu davozlik kasbini bexatar bo'lgan chaqda, yaxshi mangan chaqda g'alba qildik deymiz. O bexatar manganmasak o'zimizning hayotiga, sizlarmi aqchanlikqa mishadi qilib uqsizlar. Bu davoznimi tushib ketgan odamlar bor. Tushib ketib qazo qilganlar bor. Bizningki ba'zilar anglagan bo'lishi mumkin. Bizningki ko'rildi bosh agimda mangan chaqda bir mikrogol deb bir qizimiz 80 metr egizlikdan tushib ketdi. Naq maydonda hayotini arildi. Bultu 10. ayninki ya 9. ayninki 27'si Asqar deb bir balımız vardı bu Yunnanda. Bultu 9. ayninki 27'si tushib ketib bu balımı hayotini arildi. Ishkirda yana bir Jangshan deb mandaq bir akfukuli vardı. Bulımı uyan qo'yash jarayonida
tushib ketib uchchi biroqlam ulama aydadim qilib buningmi endi xatari bor hozirgacha meniki oilamniki bizning oilaning hammasi bexatar hozirgacha bunday kelishimiz bexatarlik bek diqqat qilmasak bo'lmaydi uning tubida men harakatni ko'z tangimiz usul o'ynaymiz velosiped boshilab turamiz odamdan dastlab o'timiz har qism harakatlar bor bu harakatlar hammasi xatarlik harakatlar uni qilmasakmi bo'ladi ba'zida o'zimizning ko'rsatkichga hissiyotga berilib ketib qolamiz men shogirdlarimga hozir deyman hissiyotga berilsak bo'lmaydi eng birinchi uzunga mang'algan mashina eng yaxshi mashina bu mashinaning markasi qaramanglar deyman men aning qarabasa olmaydi uzunga mang'algan mashina eng yaxshi mashina shu bu simni eng oxirgi vaqt davomlashtira olgan odam eng yaxshi davosi deb bolalarga deydigan gapimiz yosh bolalarniki davozlamag'ini ko'ga yaqinchi ko'rsam o'rinda qo'yib o'ltirdi andan keyin qo'yib aytidi andan keyin yog'in beoyam o'ynaydi ekan-ku yog'in tushib ketgan bo'lib butun serildirib oshnanda hamda haqiqatan tuvanda tug'anlarga nisbatan tushib ketdi u deydigan bir narsa shakllantirdi ekan lekin uningmi xatiri bormi shunday harakatlar u hozirgi bizniki sakinlashtirgan serik deymizda sakinlashtirgan masimda mengash buning ichi hozir bizniki meniki shu yan soatga Davos maktabdagi bolalarim mamlakat shakllarida oldingi qatorda tura oladi. Aşı bolalar bir qiz bola var hozir. Aşı qizimiz masalan 3 odamni ko'tarib mangdi-da, simning ustida. Qiz bola bu taqa 3 odamni ko'tarib mangdi. Menda 4 odam o'ltag'amiz 4 odamning ustidan simdan uchib o'tadi yana. Hech qanday bexatarlik tadbirsi. Mushning hammasi men hozir o'zim tarbiyalagan, men o'zim qiladigan ishni bizning shogirdlarga o'rgatish kerak. Shogirdlar bizda esib tushlar. O şagirdlardan onun şagirdlerine eşip düşüş gerek. Biz hazır terakkiyat cemiyetine manvatımız. Minda çağda biz özümüz toxtumayın taraf. Lekin bexatarlikka diqqat qilmasan olmaydi deb. Hazır simning ustida egiz başlıq ayaqda mangdigan ishlar chiqdi qizlarimizdanki. Onu mang'izimiz. Endiki ma putning uchida balit deb qo'yamiz. Balitda simda mangdigan ishlar chiqdi. Endiki ma boshchilab turib simda sakraydigan ish chiqdi. Mana sakrab mangdiganchu. Mushning hammasini hozir men shogirdlarimga bir-birlab o'rgatib mengayotaman. Bular hozir mamlakatning ichiga emas, xalqaro chiqsaqmi, Jungoninki obro'yini saqlaydigan, Jungoninki bizni ko'tardigan oltin medalni yenib aşağı chetak chiqsaqmi elib kela oladigan darajada. Buni talabni qattiq qo'ymasak bo'lmaydi bolalarga. Biz sakrlashtirdik, ishga o'rgalarga borsak alni qo'yamiz. Ammo taqdim taqtatgan simlarni o'zingizlar qilsizlar, buni nurg'un xalq ko'ra oladi. Meniki manga yalarim masliga Xunandagi Jurunchoqsi, Changchang, Setichin sepildim mangdim, Xuanxa daryosidan mangdim 1880 metr yani. Qanaskölüde mangdim. Onun keyindan hozir Maytaqqa borsanglar, Maytaqdagi Maytaq jilg'isida u yerdami o'yan ko'rsatamiz. Aşağıda meniki eng uzun mangan vaqtim 2000 metr qildi simning uzunligi. Berib qaytib keldimda 4 kilometr mangdim, to'xtamay. Mushningdimi o'zimni qo'limizni ko'targan tanshakning ig'irligini so'rmadinglar. O'xshamaydi tanshakning ig'irligi. Qancha egizga chiqqan sir biz ig'irni ko'taramiz. Egizga chiqqandan keyin bu ig'irlik yetib ketadi-ku. Odamning bu organizm bilan anım kanken yengil tanşak olsa egiz çıkanda başka olmaydı. Eğer olsa onu tutmasak azı mening şagirdlerim mangdı. Anı tutkanda %100 işence oldu. Anı tutmay mangsak 70% işence var, 30% işence yok oldu. Şuna onunkimi alaka tutkanınki faydası var. Şuna meniki manga yerlerim şu Guangzhou'dan deyimiz mesela çetellerge çıkıp uyan koydum. Çetellerde nurga arkadaşlarga eriştik. Şu özümüzdeki sentini to'xtamay taraqqiy qildirish, to'xtamay xalqimizga yetkazish bizniki zimmimizdagi bir mas'uliyat. Bu mas'uliyat davozlik deb jiqadam manda qargan bilan buningki nurg'un tarixi bor. Buningki tarixini yaxshi tushansanglar, abay men dedim tansamatlikning foydasi bor deganim. Keyin o'zi uqib qoladi mushni mesh qilgan xalqimiz bo'lsa, shu chaqda endikina adlishur bir vaqt manda gapni deganda meni foydasi bor ekan deb his qila oladi shu chaqda. Men hozir hamda özüm mengavatqan simni özüm andak etsem mangmaqanlık uqmaydı. Azı çıqıpdan bulun mangmaydı. Şunu ügütüş gerek. 3 ay 6 ay ketedi o pasta mangıp. Yani 20 santim bağlap mangışını ügetsek. Ayada ügütüp koysak hem de ikiz yadı mangma dep jıqılap tutsаңlı bolmaydı jumu. Eğer jıqılıp tutuşu aka kemegi oldu. Boşan olsa. Rahmat aka, rahmat. Şıqılıp bugün bek hoş oldum cuma men. O'sha adlikamni başdan axir to'liq tushunib olib, bek o'zimni azada bir xil tuyg'ular bo'lib qoldim. Unda bo'lsa aka, o'sha programmamizdan muqim so'rilgan turmushingizga munosabatli savollar o'tay ketamdi. Mayli.
aile degan eng muhim. Men simda şu igiz simda şundaq yaxshi mengishim, meniki ailemninki meni yaxshi qo'llab berganligidan. Meniki Ibadgul ayolim 3 farzandim yaxshi qarab, yaxshi balaga ap bo'lib, meni qo'llab qilganligidan men hozir shundaq igiz simlarni mengib 7 qatim dunyo jinsi rekord yaratdim. Mush rekordimninki hamda jiqraqa meniki ayolimga mansub deb qarayman. Aytib qo'llash bo'lmasa bu turmush degan ajoyib bo'ladi. Bu turmush degan ayolim bilan men ajiqadam uxmaydi. Tonishib 17-kuni to'yimiz ulab bo'lganda Konuştular mı öteki? Biz evvel toy qilib keyin muhabbetlashgan hamda ayolim. Ba'zida muhabbetlashib, keyin toy qildik ekan, men vaqtni isrof qilmaydi. Ayolim hozir bizniki Xinjiang san'at yurti serko'mikida ishlaydi. Menmi xizmat o'rnim shu Xinjiang serko'miki, shu yerda ishlayman. Shunga meniki ayolimmi bu davozliqni ayolimga bir mezgil uyatganman. Ishkarga borsam ayolim qolib qoldi-da. Uni oppamaydik. Oppamasak men menish o'rgansam opirdikin deb ayolim o'rgandi. Shuning bilan bir bola tug'ilib bo'lgandan keyin bu ayaga bir qadam mangsa men yurkim chiqib ketib bo'ldi. Uni mang'ini qo'ymay, desam xapolab men bir nomim chiqarsam da bo'ldi sizning nomi Bridamning nomi chiqish bo'ldi. Deb uni mang'ini qo'ymadim-da. Bo'lmasa ayolim mang'imi deb turibdi. Shunga bol tug'ilgandan keyin balalarni yaxshi tarbiyalab, yaxshi opa bo'lib, mening xizmatimni yaxshi qilib qilsanglar, sizlarningki men mengatgan to'kpa, shu sizlarning to'kpang bo'ladi. Shunga jiq adam sakning chiqqanda va anda-manda deydi, oila bek muhim odamlar. Balalarning ismlari-chi aka? Abida. Ya Abida turdi. Mening bolamning ismini qo'yibdi degan. Qizimning ismi Abida, Adila, Muhammad debchi. Muhammad hozir 9 yosh kirdi. Uni men hozir maktab yaxshi o'qityapman. Bu o'rganmisin deyapman buni-chi. O'rganmisin desakmi, o'zi bu bolalar qiziqadi ekan, qiziqanda o'zininki qiziqish bo'yicha qo'yib turyapmiz mashqini. Uni qilmasak, Abida qizimmi mang'idi, Abida qizimmi serkugandi 8 yil Shanxayda. Shanxayda bir maktabda endi piyoyanni o'rganib qaytib keldi masalaga. Hozir Xinjiangda bir o'makda ishlatdi. O qizimmi ham davozdan mangalaydi, lekin shu hozirgi sakna, seriki, opera deganlarga shuni o'rganib shuning ishini qilyotdi. Endi bir qizim hozir buda yaqinda dashoga imtihon berdi u. Bolalarninkimi nimasiga men yaxshi qarab bo'lmayman-chu. Chunki meningki sirtda bo'lgan vaqtim 1 yilda 9 ay sirtda bo'ldi ekan men o'ylasam. Bolalarga mikromobatni oz berib qoldik ekanmiz, oilamizga mikromobatni oz berib, unda qilsak bo'lmaydi ekan. Ammidim muhim adam natija qozonish uchun uydagi mikromobatni birinchi berish kerak ekan. Biz o jamiyat ishini qilamiz deb qilib bo'lmaydi ekanmiz. Lekin u jamiyat ishnimi shu o'zimizning vaqt kelganda yaxshi qilib olmasak, fursat qo'ldan kelsa, uni yo'qi. Endi men davozni boshqadan men olamdiki, anda-manda jigin olmaydi. Bu davozlik degan xatarlik bo'lgan ekan, nurg'un yerdan taklif qiladi. Men bo'ladi desam, o'g'liga men u ham qo'yib beraman. Men bo'lmaydi desam, uni men majburlayolmaydi-da, o'zi bo'la, biz endi saklab. Ayda bo'lgan meniki shogirdlarim shu hozir meni tarbiyalagan shogirdlarim davozlik hozir shu tuzumida mukammal bo'lgan tashkil bo'ldik shu bizningki davozlik. Shunga ma'ni bundan keyin hamda ayni xalqimizga ma'naviy uzuq yetkazish uchun ayni davomli tirishyapmiz. Ashbaxtlik oilangizga, yangimizga shu program guruhi nomimizdan hammalar hurmatimizni bildiramiz. Salomat bo'ling. Aka, lekin qanday bo'lsa men gaplaringizga besib qoldim. Endi to'xtabmi qolsangiz bo'ladi ekan Juma aka. Elim yetarlik bo'pti. Biz shu gapni desak bo'ladi ekan. Eng muhimi salomatlik emasmi? Salomat bo'lgan vaqtda nurg'un yana yaxshi ishlarni qilmoqli bo'ldi emasmi? Endi yetarlik bo'pti aka, bizning taklif fikrimiz shu. Lekin men program tugagan ekan. Birinchisini men savolim demay turib javobi chiqib qoldi. Qanchinchi yil to'y qilgan degan. Qanchinchi yil to'y qilgan aka? Shunim deb birman. 94-yil to'y qilgan. Siz o'zingiz necha yosh aka shunda debamsiz? Necha kirdingiz bu yil? Uni deb bersam uqib olasizlar. Men 71-yili 7-yanvar tug'ilgan. 52 ga kirdim. O'shdami? Evet, 48-49 da bo'ylabdi-da.
Aş yaşını ötküzep oldum. Salomat bulan Cuma aka, unda o'z texnik ehtiyot qilgan vaqtlar kelibdi. Rahmat aka, unda bo'lsa keyingisi. Siz hozirgi tonilgan serikchi davozlar ichida kimni eng yaxshi ko'rasiz? Tonilgan davozlarning ichida sizlarmi sizlarni bizniki Ablat Majun deb bir balimiz bor. Bu balamon shu suv usti bag'chisida 38 kun simning ustida turib, dunyo jinsi rekord yaratdi. Bu balamon men bilan bir jot men bilan saptash biz yan sadiki ömekdan tatib bilmengib 5 qo'l o'xshamaganga o'xshamaydi desak, masalan senja bo'g'izda men mengib bo'ldim, mening nomim baron chiqdi. Uning keyindan endi bizning endi yetishayotgan nurg'un davozlarimiz bor. Ablat Majunmi miyada simda mengib bo'lmi dunyo jinsi rekord yaratdi. Buningdimi men faxr nima? Endi ikkinchisi bizningki Abdusamad deb mening bir akamning o'g'li bor. Davozlik kasbida. Umi to'xtamay yangi rekordlarni yaratyotdi. Yaxshi pishgan bolalar deb men faxr nima? Bularmi endi yangi davriga tushayotgan bolalarimiz bizningki davozlik maktabida Abibigul deb bir qizimiz bor. Bu qizningki martni ko'rsanglar simning ustida ko'zini tengib tanshak olmaydi qo'lda. Belini bağlaqlıq emas. Gözünü tengib, simning ustida baletda, putining uchida sakraydi simda, sakrab mangadi. Manda sakrab mangadi. Bu men ko'ptaqa sizlar ko'rib boqmadinglar buni. Mushu hamda nimasi mening faxrlanadigan shogirdlarim. Meni Abdullah deb shogirdim bor. Abdusattar deb Koreyaga chiqqanda xalqarалық simdimish musobaqada birinchi bo'lgan. Yaqubjon deb shogirdim bor, xalqarалық simdimishda birinchi bo'lgan. Bular ashu Koreyalik simdimish musobaqasida. Ko'zingizni esib turib tanshak olmay mang'alamsiz? Mang'alayman. Sakrabchi balet. Men balet mang'amayman, o'rganmayman. Qizlar mang'asa yaxshiroq bo'ladi. Ashu meniki faxrlanadigan Abdusattar, Yaqubjon, Abiba Abdullah, endikan Ablat Majun, Abdusamad deganlar endi mening faxrlanadigan. Onun keynini bizniki nurg'un o'zi o'rgangan tavoz bolalar bor. Burun tumaris kichsang tumarisni mangadigan, arling deydigan yak basang mangadigan kichik Adiljon deb endi ben izbasar bolalarimiz desak bo'ldi. Lekin bexatarlikka diqqat qilmasa, bizniki mana Abay dedem Asqar degan bolamiz, Mergul degan qizimiz yaxshi o'rganmaganlikdan bo'lganda o'zini qo'g'dashni o'rgangan. Hozir jamiyat o'rganib olgan davozda o'zini qo'g'dashni bilmaydi. O'zini qo'g'damaylar mendikin mang'alam dedi. Tushundalamcha tutammadı ma şu çıkıda da tutma özüne kötürüp çıkamaydı. Aşağıda anda boğanlıda ma bu. Davaz terbiye atkan ballarım emmisi bir kolda manda tutup 5 minut 10 minut turdu sınır. Bir kolda lam turalaydı da. Ma kuş bolsa kolda ana. Alıp bir tutup 3 minut mu turuş imkaniyeti olmagan. Şunu çıkıtıp ya da hayatını ağrıldı. Özü yetişip atkan ballarımı menen deydiğen tavsiyerim. Onu silik mangan hesap emez, uzun mangalığa hesap. Ana beqadar mangalığa hesap. Desek var biz qildik. Endi haq chavakcha aslama simda mang desa nimaga berilib ketadi? Ota-onaları men o'zimningki bolasi mas, men qo'rqayman. Men o'zim mangsa men qo'rqmaganman, bolam mangsa men qo'rqayman. Chunki mashina deganda yenilda o'taga adam qo'rqib, nima biz mashina degan ishtiga degan o'xshash nim bo'ldi. Shunga o'zi yetilayotgan bolalarga deydigan tavsiyarim bexatarlikka diqqat qilish kerak. O'zini qo'g'dashni o'rganib bo'lib, jingui muqim bo'ladigan, mukammal bo'lgan o'zini qo'g'dashni o'rganib bo'lib, endikin chiqish kerak. Bu mesela yine okşa hayatın ağrısı ikinci katım kemmeydi bu. Ya bu tümü olmasa yine ikinci katım suvar kıp koyaydı deydiğen. Şuna aç ballar bana deydiğen tavsiyerim şu. Onda olsa keyingisi aka, davozdan asli kelish manbasini bilamsiz? Davozni bilaman, davozdan kelish manbasi bir shaharga egiz qiyo tog'ning ustidan suv keladi bu yerga, suv mush bir shaharni shu suv bilan qamdiladi. Shaharningki suyini eskiler tağның üstüki suyunu kontrol qilib, mayang manasun başqa yerga başlab, bir shahardagi adamni bütün suvsiz qo'ydi da. Suvsiz qo'ygan kim o chaqdagi adamlar chiqib bu suvni egrish uchun taq chiqishni tez, menish bo'lmagan, amal bo'lmagan bu shaharning ichida adamlar to'xtamay nayta ussuzlikdan hayotini arildi. Andikan bundan ichida shu chaqda chiqqan bizdagi davozni adayki şu davazımız nemege arkandan nem qilib mayanda tatib muş arkanda menip çıkıp ala tuğan uru mayanda mala başkanda menip çıkıp ayanda endiki arkadan neçe darvazı çıkıp ayandaki edemler bilen nem qilib mayanın suyunu başlayıp etip endiki bula arkadan edemlerini alın çıkıp eskilerini mağlup qilib etip yeni ma şehrin suyunu başlagan. Muşnu ulan endiki şehrinki ussuzluk ma susuzluğunu muşu davazlar şu çağda kutulurdu da
Buniki kelib manbasimi shu. Buniki lajaqadan burun andavgan mandavgan deydi. Davozninki aslida kelib chiqishim shunda boshlandi-chu. Asl tarihi. Aniq. Buni bir kitoblashgan narsaning barligi aniq bo'lgan ishim shu hamda davozninki. Shaharga suv boshlab, shu askarlarni mag'lub qilib. Bo'lmasa bir shahardagi odam bu bütün vayron bo'ldi da suv olmasa suv degan dehqonningki jini tursa. Rahmat aka, unda olsa keyingisi shu davoz menishdan boshqa jihatlarda alayligingiz bormi? Bir jiq alayligimmi? Yo'q. Hammasi alaylikdeklam tuyuldikan menga. Suvni uzalaydikanmi, mashinami haydaylaydikanmi, usulni o'ynayalaydikanmi? Usulni yad yaxshi o'ynamayman, simni ustida yaxshi o'ynayman. Har qanday odam bir ishni yaxshi qila olsa, o'sha alaylik deydigan, shu men davozlikni mening alayligim deb qarayman. Ba'zida naqshim aytdi, usulim o'ynaydi, endikan boshqa ishni qila oladi. Men sirk o'ynay olmayman deb, men doju ekanman o'ynab bermadim. U nima desa, mening qiziqadiganligim u. Lekin jiqlar sizni serik deb bildikan aka. Siz amaliyat serik taba emasmi? Yo'q, men davozlik degan bu davlat darajalik g'ayr madaniyat meroslariga kirgizildi 2006-yil. Hozir men shu davlat g'ayr madaniyat meroslarininki 6-avlod bo'laman. Mening ota buvamgacha buvamdan shu davozlik bilan qilib keldi. Hozir men kelgan chaqda bu g'ayr madaniyat meroslariga kirgizildi-da. Bu bo'lsa bizniki Jumhur millatning tarixi va shu davozlik san'atini hozir hamda davlat xazinasiga kirdi deymiz hamda. Davlatdimi buni nayt yaxshi ko'ngil bilyotdi. Bu argizlik serikning bir turi emas, bu ayrim bir turi hisoblandi degan gap. Shu. Unda olsa ki abayt yaqinmiş davoz to'g'riliq bak inni holatda angladiq emasmi hikoyalaringizni, ham ishlarni. Mush naq maydonda ko'rinmalarmi? Kutgan yeri amaliyotda mush naq maydonda bir sim tortilgan bo'lsak, bir mengib bergan bo'lsa, bak yaxshi bo'ldi deydigan bir orzu umidlar bor. Lekin mush sim tortish hech qanday bir imkoniyat bo'lmay, 1,5 metrcha bir to'mir tayyorlagan-ku aka. To'mirning ustida mushizlik tomliqda hamda. Ustida mengib shu qanda mangdiganligingizni, qanda tamponlaydiganligingizni bir o'gitib qo'ysangiz bo'ladimi? Men paslida nechasiga o'gitib qo'yay hozirlam. Sizga mo yo'q. Aql aka. Cho'lpan keldi. Xo'sh aka, mana mushni tayyor qila oldik endi hozir sharoitimizda. Men bir şey yapmagamda. Mangmasangiz aka turiblarmi? Yo'q, men bunday igziyat men o'paqmagan deb qo'rqatdim. Jurkam sen kutib turibdi. Bu bir Guinness rekordini yana bir tayyorlab qo'ydim ha. Guinness rekordniki taqdini. Mana bizning lo'qimiz bor. Ha, obama. Ashdanimda kelganman bu. Unda men bir nop qo'yam. Görürsüzmü aka? Ha, emasdi. Bu menishning qoidasi mana. Menda asal tanshak bo'lsa, manda manga tushunami? Tanshak bo'lsa manda mangamiz mana. Qo'lni cho'qish kerak. Qo'lni ichish kerak. Oqiq mangandimi? Mush nimani yaxshi ichish kerak mana. Voy. Nima oyiqsa teniqaqken taxam. Öte kiyip kelsen bo'pti-ku, bunga bizlar simda mangan chaqda mustada tege tuz o'takmamizda, rizanga tayinmaydi bu. Bu qarmoqqa lekin bak oddiy ishdeklam. Endi sizga o'g'itman hozir. Mana shunda yaxshi bo'lmasa ma pashnis olsa yaxshi mang'in olmaydi ekan. Sizmi chiqib baq. Siz o'taq meniki egizga. O'rlib ketaman aka. Sizmi meniki egizga. Sen yaxshi mang'in ekansanmi? Mana yaxshi. Mana va. Buda cho'qim yaxshi tayyorlik qilyapmiz. Buni yaxshi tortib mishada. Abay men deganda qanda mang'isi yaxshi mang'idi, qanda mang'isi tanslamatlikka bor. Asli mish yadminchilik igiz qiliblam o'gitimiz. Maningda chukit qasimi hech nima bo'lmaydi hozir. Chukib kelsa hech nima bo'lmaydi. Lekin mangmaq pek tezki. Igizrak tayyor. Mana pakaga chiqib baqmaganki, menga kelgan jo'rim kelmadi. Rahmat aka, rahmat. Rahmat sizlarga badakonlar. Cho'lpan keldi.
Rahmat gajma. Japada qo'ydikmi bugun aka? Yo'q, shunda ko'ngilli bo'ldi-ku. Bu daras yaxshi tayyorlik qildi aka. Bo'ldi. Ash egizrak bir maydon bo'lamdi, bir suratga Ashunda qildi. Sabr qilaylik aka. Men kichikga kirmayman, cho'ng yerda toza. Ko'rmanlar naq maydon kelsin. Ashunda qildi. Buni qilib, shundami aka? Unda bo'lsa eng oxirgisi aka. Hayotingizda eng o'kindigan ishingiz qaysi dedi? Uni deb bersam bo'lmaydi. Deysizda aka. Uni valislar uni deb. Oşta olaydımı? Ükundigan işlegen hem de nima desa, adamning esdan chiqmaydigan ish o'zi bo'ladi da. Masalan, men egiz 21 metrdan tushib ketdim. Tushib ketib, yana ikkinchi qatim chiqish uchun ükunmagan odam bo'lsa, chiqa oladi. Men shu chaqda chiqmasam bo'labdi-ku buningga, qilmasam bo'labdi-ku deb ko'nglimda shuna ükungandim. Nima ish qilib ükunib qolgandimmi? O yetim sonda o'rnimdan turolmasam, mening butun hayotim tugdi degan gapda, u chaqda men to'ymi qilmagan taxi. Mushu hamda odamningki har qanday bir maydonga tushgan chaqda bunda ishqa har qanday odam duch keladi. Mushuni yengiy olsak, biz cho'qim bir yaramliq, xalqimizga uzgulaydigan, o'zimiz uzgulaydigan, kasbimizga uzgulaydigan bo'lib chiqamiz. Ba'zi turib dadam bo'lgan bo'lsa qanday xo'sh bo'ladi, opam bo'lgan bo'lsa qanday xo'sh bo'ladi deyman. Shundan o'kin nimishqa ashla bo'lgan bo'lsa, nimishqa hozir yo'q debchu. Lekin yana turib xalqlarimizni ko'rib, hamma xalq mening otamdek, mening opamdek ko'rinib, menga bir issiqlik, iliqlikni berdi. Shunga men demayman degan yerim shu. Rahmat aka. Ta'sir qilgan nuqtalar bek jiq bo'ldi ya. Sizning irodangiz bo'lib bek kuchlikka hamda oshi jihatdan menga shaxsan ta'sir qilgan taraf shu aka. Men sizning o'rningizda bo'lgan bo'lsam, shu yiqilib ketgan vaqt mumkin emas. O salomatligim ming yaxshi bo'lib bunda bo'lib ketsa mumkin emas, qo'pmayman-ku. Lekin men irodangiz rost ta'sirlantirdi, o'rganish tegishlikka. O'shtaq iliqqa yoshlarni yetaklaydigan, yaxshi tarafga yetaklaydigan bir qo'zg'atqich kuch bo'la oladigan mushta bir hikoyalaringiz bo'lsa, davomli deb bersangiz mayli aka bo'lmasa. Bugungi men faqat zerikishga his qilmadim. Hikoyalaringizni anglab shunday qilib bir xil ozoda kayfiyatda. Gap bakchiq. Yoshlar deydiganim tirishish kerak. Tirishdan boshqa hech qanday narsa uningga az qatmaydi. Shu tirishqanda ota-onasini xotirjam qila oladi, o'zini xotirjam qila oladi, jamiyatga yaramli odam bo'lib chiqa oladi. Shunga bizning yoshlarimiz mayli kechasi bo'lsin, mayli kunduzi bo'lsin, o'zininki vaqtni cho'qim belgilash kerak. Hozirgi yoshlarimiz o'zimizningki doirasidan sirt boshqa ishlarga bakara ko'ngil bildigan ishlar chiqib ketib bordi. Bu bo'lmaydi, bu bizga hamda ular biz to'simizmi deb to'sab qolmaymiz. Masalan, o davoz bo'lib qolgan bo'lsa, boshqa yerga sirtqa chiqib ketdi desak, shu dadan tushib ketdi deganga o'xshash. Hozir bizning bolalarimizmi ota-Allah shunday yaxshi ta'lim tarbiyani berdi, maktablarda yaxshi ta'lim tarbiyani berdi. Uningdan boshqa sirt chog'da ba'zi o'zininki yaxshi ko'rgan arzu armonlarga minib qoladi. Uninki nurg'unlar to'g'ri bo'lishi mumkin, nurg'unlar to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Men abay degandek o'zimizni cho'qim yaramli odam qilish uchun yaxshi tirishmasak, hammasi baka. Bana topgan odam mag'lub bo'ladi. Amal topgan odam g'alaba qilg'ichi deymiz. Shunga men simda mangan chaqda simbek tavrab ketdi. Voy simmadirab ketib bordi, taynib ketib bordi desam bo'lmaydi. Shuningga cho'qim taqobil qilish, shuningga amal qilib menishimiz kerak. Ma'noda endi xalqimizning bizdan kutgan arzu-armonlarini xalqimizga yetkaza olamiz. Siz shu to'r dunyosiga qanday qaraysiz? Vanxonlar qanday qaraysiz? Men ancha chiqmayman o'zimni to'rg'ichu. Sizdan do'yin xabaringiz bormi aka? Rasmiy chiqmadim. Buni chiqqandan keyin buni to'xtatmaslik kerak. Mushu hozir jamiyatda nihoyat qiziq nuqta bo'ladi-da. Xalqimiz faxrlanib, mushu bizningki faxrimiz, bizning xalqimizningki bizga bo'lgan bahsni biz o'zimiz bilib turib, yana o'zimiz biz ba'zi vanxon deb ba'zi bolalar buzutib qolganlar bor, bak ko'p. Men o'zim ashundan bak o'kinim manda ko'rib, bir xil biyaramchilik borda, nima ishim chiqqan bo'lg'ati chiqmasa bo'lardi ekan deb. Buningda ya cheklama armaydi ekan, hammadan ko'radiganki bu yaxshi ishnimi, azishni. Asli bu degan yaxshi ishni o'rgansin, xalq tashviqot qilinglar desa, buningda hozir yomon ishni tashviq qildigan, bizniki o'smirlarimizga foydasiz, kichik bolalarimizga foydasiz. Bizniki ota-onlar ba'zi zerikmada ko'rib qolsa bo'lmaydigan masala chiqadi ekanda. Buningga qarta men shu hozir nurg'un vanxonlar ba'zi o'zini saran qilib olgan, ba'zilari o'zini bir
o'qishmagan narsani kiyib olgan. U nima desa xalqni qiziqtiramiz deb yaxshi narsa chiqsa buni ko'radigan odam ozkin, eski narsa chiqsa buni qiziqadigan odam chiqqan. Bu bizdagi sapoyimiz shu yerda. Sapa yuqori odam bo'lsa, unda axlat narsa hammasini o'tkazib o'tdimizda. Yaxshi narsa bo'lsa, biz ko'ramiz. Balalarning hozir Wang Xun deydi. Qanday odam Wang Xunga men uqmayman. Ota-onalarimizga buniki jamiyatda bo'ladigan yaxshilarga yaraylik bo'lib ashlarni o'ziningki kamchil qolgan yerlarni ali yetkazib bo'ladi. Uningda hozir sarangda quslo'nsimi Wang Xun, notiq tushmay naqsh o'qisimi Wang Xun. Buning hammasi hozir jamiyatda bizningki naytda qiziq nuqta bo'lib ketdi. Shunga meniki o'zimning yurak so'zi bor. Ashlar o'zini o'zi bilib olsa ekan deyman. Bu bizga berayotgan siyosat shunday yaxshi. Jamiyatimiz shunday chiroyli, hammalar onaning darsida gulni bilmayotgan xalqimiz urushib ketgan, buningda tilishib ketgan, taqaydigan virus avo. Bu virusni unda jiqtaqib qanday qildi? Ashlarning ota-onasi bor, singillari bor, akalari bor. Qanday qaraydi ashlarga? Onu ya ko'zini jumbag'in olmaydi. Bundan keyingi jamiyatimiz bo'lsa Wang Xun balla adab, axloqliq, ota-onlarni hurmatlaydigan, menda yaxshi temilarini chiqarsa, Wang Xun deb endikin biz qo'l qo'ysak bo'ldi. Bo'lmasa, hammasi axlatdimi axlat bo'lib ketdi. Bu faqat yaxshi emasmi bu? Partiya xalq hukumatining kim kutadigan xalqqa yaxshi energiya taqsin deb qilib bergan bu cho'ng bir sakna. Kaz-kamas narsani chiqarib bolalarimizni yama yo'lga mangadigan, bolalarimizni yaxshi o'rganishdan kechiktirib o'tadigan hozir. Kichik bolalarimiz qanday ekan desa, maktabdan kelganda bizlarga kichik vaqtimizda undan narsa maktabdan chiqsak, ishtik bir onamni ko'rsam, dadamni ko'rsam, bir quchoqlab olsam deb mundaq orzu qilardik. Hozir kichik bola maktabdan chiqsa, uyg'ur tilp o'ynab olsam, u onasi, dadasi yo'q, mikromohabbat degan narsani qo'ymaydi. Buni mədsə torninki bulat qaşlarda bunu da məşum Wang Xunlumu kiçik balanın qızıqlığı alı aşınğı kirkitib işdə ügünüş kənik çəkinib getdi. Atalıq bolğan mikromohabbat azlab getdi. Cəmiyyətni düşünüş təqbək azlab getdi. O cəmiyyətin bulatıdı, təkdi buladı da bu təkdini çoxum həmmə ilə birlikdə atalardan tatib Wang Xunla bolsa yaxşı bilan qılsa həmmədən qollaydı. Əski bilan bolsa otlaydı. Men tonlab aldım emas. Bir kun ichida hech nima emas qilayotgan oladi. Yaxshi bo'lsa bir kun ichida yaqinda bir nimani ko'rdik mana bu futbol musobaqasida Beijingda. Bir bola Xanzu bolaylik yerdan sakrab tushib bilan berib mashina quchoqlab nim qilib oldi. Bir kundan Wang Xun bilan ketdi-da bola. Chunki nima desa bu bir nima mastanlikda bu to'pilgan o bola. Ashad yugurib yurib ashni qildi. Mava hamdaylik yaxshi tarafdan manda ma qizg'inlik bo'lgan. Ba'zilar hozir o'ylamgan narsani qilib, balkim mishada o'ltag'alniki, hammasiniki ko'ngilda samba nim bo'ladi, Wang Xunni qanday bo'ladi mana deb. Hamdaylik yaxshi Wang Xunlarimiz bor. Yaxshi Wang Xunlarningki ishlarining yaxshi bo'lishini umid qilaman. Ashlag'imi bundan keyingi jamiyatga bo'lgan o'ziningki obrazni yaxshi tiklash uchun aynimi yaxshi boshqurishni ama do'yong supisini yaxshi boshqurganda biz millat ko'zgulaymiz, xalqimiz ko'zgulaymiz, davlat ko'zgulaymiz. Rahmat. Rahmat aka. Degan feyz gaplar aka, mush gaplaringizmi? Mendek tanqirdoshlarga cho'qim bek ta'sir qildi deb o'ylayman. Ekranda nurg'un mancha million xalqimiz ko'rdi emasmi bu programmani ko'rib, ashlarning orasida birəminga, hechimiz 100 odamga ta'sir qilsimi, mush bizning muvaffaqiyatimiz hisoblandi aka. Bugun ish qilib siz to'g'riliq shundaq ochiq oshkora holatda, inchik holatda hamma hikoyalaringizni, o'tmishingizni bek bilib oldik aka. Masalan, bundan burungi vaqtlarda adil ushur deydi. Endi biz yuzaki tushundik shu davozmaqdiga arkadaşlar bilimizdə. Siz to'g'riliq ba'zan açdıq bir pishni eg'va bir gaplarni anglagan hamda hatto. O adil ushur andayken, mandayken yo'qmisi mijozi qo'palkan, mijozi ochiq yomonkan, o bu deganda gaplar ana degan adil ushurning bir sonsi chukdi qopdi. Davoz menga tutab boshqa bir gaplarni anglagan. Shundaq o'ylab qolganlarga nisbatan mush bugungi pisan programmani ko'rsam, menchi bu vaqtda vamma holatda, to'liq holatda bir tushunchaga ega bo'ladigan yaxshi san bo'pti, ahamiyatli bir san bo'ldi deb o'zimning ko'nglimda shunda bir xo'shallik his tuyg'ularim bor aka. Sizga bir qatim ko'riman nomidan, o'zim nomimdan bir chin yurakdan yana bir qatim tashakkurimni beraman. Rahmat aka. Endi mush naq maydon qadamdosh
turgan tomoshabinlarimiz siz uchun kelgan tomoshabinlar hisoblanadi aka. Hamda bu tomoshabinlar shu nurg'unlagan ko'rinmalarning ichidagi az bir qismidagi bir ko'rinmalarda naq maydonga yetib keldi. Sizdan balkim so'raydigan savollar bo'lishi mumkin. Abaytiq so'ralmay qolgan savollar, unutilib qolgan ba'zi bir masalalar bo'lishi mumkin. Hozir tövəndikidagi bir fursat versak, so'raydigan savollaringlar bu qaz so'rsanglar bo'ladi. Oxirgi fursat sizlar uchun. Marhamat. Adlı aka sizni o'sha Chulpan keldi programmasi orqali yuz ko'rishganimda bak xushalman. Urumchida yashayotganlarga nisbatan hamda Urumchidami o'rganishni prosta bo'lamdi o'sha davozlikni. Men taqa Urumchida resmi ashunda bir tarbiyalanadigan kursni taqa ochmadim. Maslaga men abay dedim, cho'nglarni ko'zda tutib, hammalarninki cho'nglar bo'ladi. Chunki men ota-onamdan kichik ayrılganligim uchun hozir cho'nglarni ko'rsam, bak o'zimning ota-onasiga ko'rib hürmetlerimi ulunu kaşık bağından keyin her cihatdan o'xshamagan kichik kasallar bo'lib chiqadi ekanda. Cho'nglarda nima desa bo'lib biri doktorxonaga borib doktorxonaning durusini davomli qilib turdi ekan. Ikkinchidan bu dura odam saqaytmaydi. Bu faqat kasalni tizginlab tura oladigan narsa. Mening hozir davatgan shu davozlik kasbda sog'lomlikni elib chiqsak 3 oyda 60 yoshlik odamni men tamponlikni asliga keltirman. 3 aydan keyin bu odamninki o'zligining birinchidan uyqu jihatdan yaxshi bo'ladi. Ikkinchidan tutilish qobiliyati oldiga mangadi. Mush ikkisi yaxshi bo'lgan keyin bu odam o'zi yaxshilashmag'di-da, yaxshilashmagan keyin 6 oydan keyin bu odamninki doktorga olib tekshirsak, hamma kasalning nimasi ozlab mangadi. 1 yil chidab qilib qo'ygandan keyin bo'ldi u odamdan doktorxonaga appasaning bo'ldi, appamsaning bo'ldi. Bir yer ağrıydigan, zukamdaydigan, bir yeri pek ağrıp ketadigan, kan bismi o'rlab ketadigan, ishtimmi yaxshi bo'lib ketadi. Mushu o'smirlarga foydasi bor aslida. Kichik o'smirlarni mush tamponlikni o'gitib pastda nim qilib bersak, ularning zihnisi oldiga qarab mangdi-da. Shuningdek mayli maktabda o'qish bo'lsin, bu bolalarningki tutilish qobiliyati bo'lsin, buning bek foydasi bor. Shu kichik bolalarga mushni tamponlikni qilib bersak, ballardaki bazı acizlik ballar var. Acizlik ballar mı? Aslında yaxşı o ballarınki tamponluk bütün buzulgandan keyin normal so'lab qoladi. Mushu ballarga mı? Buningki bek foydasi var. Biz Yaponiyaga chiqib uyan qo'ygan chaqda ashunda meyib ballarni ekilib uyan ko'rsatdi-da. Ash meyib ballar uyan ko'rsatib saqib qolganlar bor ashada. O ballar siz yiqildigan gap azmi qilib saqib qolganlar bor. Şunu mushu Urumchidagi o'smir yosh bolalarımızga mı hazırlagandan keyin ballar kelib mashq qilib onu men demeyme. Mesela 60 yaşlık adlarımız bolsun, atlarımız bolsun, açlığa kelip özü mangandaki men gap qilmasam 60 yaşlık adam özü dep turdi. Bu to'xtaya mening mandaqkin foydasi, mening mandaqkin dep. Onu mening so'zlash hojatim yo'q. Aşı atımız, aşı adlarımız so'zlab bergandan keyin yoshlar tiqibaksizlar, uning qiziqsizlar. Azab biz cho'nglar mandaq qilyapmiz, biz qilmaydi ekanmiz deb. Bundan keyinki bizningki hamda tansamatlikninki birdan bir yaxshi bo'lishi özümüz tenərkat arqılıq özümüzni asrab, özümüzün tamponluğunu özümüz saqlab. Kiçik balalar yanı to'lganda mang'anmaydi, mang'anmaydi. Tamponluq kelganda mang'alaydi. Qaridamning tamponluq chiqqan chaqda mang'anmay daldanishib, boshqa yotgan, bir yer qo'panmayotgan mushu tamponluq buzilganda bo'ladigan narsa. Buni ilmiy asos desak, odamda bir tuzlik bo'ladi-da. Bu tuzlik kun asti maymoq bo'lgan sari adam bütün organizm o'zgarib ketib, bizda besib yetib qoladigan 60-70 yoshga borgan chaqdalam uydagi bolalarımızga eg'irligimizni salimiz berib, balasi baqmış bo'lmagan, ashlar o'zining o'tisidan chiqa olgan bo'lsa, biz unda qilmaymiz. Shunga 60 yoshlik, 70 yoshlik adlarimiz, buvaylarimizga mushni tavsiya qilgach, men hozirgidek o'smirlarimizga mushni qilaman. Mayli o'smirlar bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin, buning foydasi bek ko'p. Mutlaka yetişmişsiz. Muşundaq yaxshi sorun hazırlab bergan Nurali sizga ko'p rahmat. Muştaq sorunda siz bilan davlatimizdan jumladan butun dunyo tanıgan muştaq bir cho'lpakimiz bilan ko'rishganimizga bek xush bo'ldim. Hayajonlanib ketdim. Rahmat, rahmat. Sizni sormoqchi bo'lgan savolim aka. Birinchi qitim zaxminlab, qo'pib, ikkinchi qitim ikki cho'qning o'tirisida o'tayotgan vaqtingizda shu vaqt men bir jibo ko'rgan. Hozir bizning yaxshi jibolar yo'q. Lekin Markaziy televiziya stansiyasidagi bevas taqtishi. Televiziya stansiyaning nopozliq o'rinlarini taqtishi bor. Shu vaqt men xil kichik vaqtlarim hamda olg'a vaqtda shu vaqtda qo'l qo'ysiz shu bir tuyjanchining orjisi navshtik bor. Faqat ko'ramgan vaqtingizlar esimda qolibdi ekan meni. Oldi kenimni ko'rammadim.
Özüň bayramda bitip ketdiňiz, ýamgyr ýagypatdy, tumanlyk. Öýde siz her wagt tenlip gitişiňiz mümkin, ýykylyp gitişiňiz mümkin. Mening bunu demek bolgan asas sebäbim ondaqçı. Siz şu wagtda indi duç kelgen şu wagtki bisim, roý bisim, ümitsizlik, amalsızlyk, qanday qilishingizny bilenmeslik qatarlyk narsalar sizni birlam kelgen. Özüňiz dep ketgendek wagtki operatlarym siz tapamapdy. Muşuň tedbiqlap bizning hazırlyk durmuşymyzda indi meyli balalarımızda, oturesliklar meyli çoğun yaşlıklar bolsun, roý bisim iğirrakçı indi. Sizde hem de muşu besimler sizi güçlük kılıp edipdi. Siz qanday qılıp hem de muşta güçlük alet kiradınız. Psixik jihatdan. Hazır turmuşum tedbiqlap bir sözlep bergen bolsanız rahmet. Besim qanday boludu dese, besimni bizga bir kim ekep bermeydi, özümüz tapalaymiz besimni-çu. Mesela men sizimde mangan çağda şu siz dediniz Jurunçaq sunan Furunçaqsıga mangan çağda birinci besimni kim ekildi, meniki kızım ekep 2000-yillar kızım ekildi da beni yağmur yağdı. Şu vaganki bu yağmur yağganda avsim bekten qaqulap ketdi. Şunda çaq biz mangsaq qolumuzdaki bu tanşak mu su simmi su bu tasabbi jolap qalsa tutub olish ekinlememiz mu nayta az bekten qaqulap ketdi da. Ben şu minvatqa vaqtimni o'ylasam, hozir qanday ro'y besim keldi desam, men u mangmidim, mangsam bo'ladi deb to'xtamay telefon kelyapti. Butun mamlakat bo'yicha 700 million odam ko'rayotgan gapda buni. Uyan qo'yash uchun biz u yerga bordik, o'zim jaylan qildim, men cho'qim o'tab ketishim kerak bu yerdan. U yerda yomg'ir yog'di. Vay men mo'ngamayman, havo bulut qo'lab ketdi desak, ha qismi gap qilgan odam bor. Tutun ochig'ini mo'ri o'zi biladi deganga o'xshash. Mangay dedim, ansirayman. Mangmay desam, besimji o'ltirma. Uni ashning ustiga qanday qilaman deb o'ltarsam, bir vaqt telefon kelib, qizimdan telefon keldi-da. Dada, kichik yomg'ir yog'yapti, mangmang. Siz tushib ketsangiz, bizni kim baqidi degankin yurkam shunda bir bo'lib ketdi. Men bir yetimchilik cho'ng bo'lgan. Bolalarimni ashunda bo'lib qilamiz deb mendikalik bir besim, ikki besim bo'lib ketdi u yerda. Cho'qim mengishim kerak. Mangandimi cho'qim bexatar mengishim kerak. Bexatar mengib meni bolalarimni beqish kerak, bolalarimni quchoqlash kerak, ayolimni quchoqlash kerak. Men bo'lgan bu besim. Jiqidan bu bizdaylik ko'ngilsizlik ishtirgaylik besim degan, uni men besim demayman. Adam degan mavi degan sizdirmi? Ayan qarsangiz, aqingizmi yalg'on olmaydi, oldingiz mangmisangiz? Hayot mamot. Birlam yo'l. Jining chungun buning shibay degan uchun cho'qim g'alib qilish kerak, mag'lub bo'lish bo'lmaydi degan. Bu mendagi o'chog'dagi besim. Tanshakni elib mangdim. Mengavatdim, men mangdim. Azroq mangandan keyin tumanlik keladi. Men o'zim mayliqi men qanday bir yerlikimni o'zim uqmayman. Bu ya yer sharmi yanda oppoq bulutningdan ishchi. Hech nimani ko'rgin olmaydi. Sim tavriyatida o'ttirayliq tuman bilan o'tmanda tatigan simni tatamab ekanmiz. Muyda qilib ketib bardi sim. O'mning mudirsi men muyda qilib ketib barman. Putumning taynig'ini yomg'ir yig'ib. Qillamda ash bor. Men cho'qim o'tab bolamni nima o'zim boqaman. Ashi degan bu menda bo'layotgan o'chog'dagi qarang. Hech kim yordam qilolmaydi o'chog'da. Bizda hozir yoshlarda o'zingizning shu ko'ngilni o'ziniki nimasini besimni tugishlab birlamdim bor. Ko'nglimizda titik tutib, ochiq tutib, tanishib, hozirgi bu vaziyatning shunday yaxshi vaqti, shunday yaxshi bo'lib ketib bordi. Biz yana yaxshiroq bundan yaxshi kunlarni ko'rish uchun cho'qim tanzlatimiz yaxshi tursa, endi bo'ladi. Besimda edamliq ro'yi kayfiyatimizni yaxshi qilmasak, o'zimizdan o'zimiz ayrilib qolamiz. Jamiyatda ayrilib qolamiz. Menvatqa yo'limizda ayrilib qolamiz. Keslingni yo'q deb kalangni uqsangni yo'q o kesal. Sizlar badivasangni babulaverdi shu. Meni qazim batdi bir qanday to'layman bu qazni davasangni. Qazingni yo'q, sizlarning hech kimning qazi yo'q. O qaz to'lindi, bir yerdan keladi o pul. Shungacha o'zing tirish kerak. Besim qilib olmay, cho'qim men shu sog'lom turmay deydi ekansizlar. Abay men degandek, cho'qim tirishinglar. Eng muhimi sizlarning umringiz uzun bo'lsin.
Salam barlıq muşu Çolpan Keldi programmasını uğurlaşdırğan ustazlar, dostlar. Salam Adil Şur ustazımız, hoş gelipsiz, qadamlarınız merhaba. Mevza maqsudun ismim Dilber qız. Muşu egilik tikləş üçün, təxim bilimeli üçün Ürümçidə tirşatqa yaşlarının birisi. Bugün mening eng ma'ni kunimdagi birdan bir ma'ni ish nima deganda, mush programma qatnashqini va sizlar ko'rishqini. Nima deganda ben müşahid xizmat qilmanda bozor ichish mas'ulman sirtda turib sizningki mushu ota-onam kichik tugab ketgan degan gapni anglab men chuqur mashak kirsam bo'ladi deb hozir jugrab mashak xizmatdan tushmayli mashak kirib oldim. Ham chunki nima qilgan meni ota-onam kichik ajrashib ketib ketgan 20 yosh vaqtimda. Keyin erishkaylan to'y qildi. Men mush 9 yoshdan boshlab rasmiy o'zim yashab ota-onam bir uyda bo'lmagan keyin o'zimga tayinib keldim. Men ham sizga o'xshash nurg'un chaqda ota-onam bo'lgan bo'lsa, dadam 17 yosh tugab ketdi, onam bultu ben 30 yaş kirgen tüyep getemdi. Benim şuna bir esretim var, müşküllenecek ata-anam köstemdim degan. Hem de muş cemiyetin özde yana ata-anamның pulu olgan bolsa men qışlarını qılattım. Ata-anam bolsa men qılattım deyilik qaldı bəz, lekin şundaq bir ata-anasından ağrındıgan yaşlarımızga qanday yürek sözünüz var degan bir şeyde anlasam. Təlim tərbiyeniz var anlasam. Rahmet. Bak yaxşı sordu oldu mani. Çünkü bizdeki azı yaşlar cemiyetkimiz yük ailemizge yük bolup aldığa işler bek eğir. Balımız tuğuladı, Allah etip bakıdı, yemegenini keydurdu, mektapta okuttumuz, daha şöyle vakit okutup, daha şöyle ütep oldu, keldi lan bu bala, oğal bolsa toy kılımız, kız bolsa onu yatlı kılımız. Onun kendinden bulup bizge de hizmet kılmazda, endiken bulanın toyunu pul çıkarıp kıpırımızda, biz atanı boğallık üçün. Onun kendinde siz o toyunu kıp koysunuz meyli. Oğal olsa bunu üyepirsiz. Üyeppersiniz, onun kendinden o toyununki aldı kendi boğayışından hemmini sizge tağcıklaydı bu bala. Özü pul tapmayı durup, aslında 18 yaş çıkan bala, erkek degen oğal bala, atalarga hakanç pulu olsun mu, nemi sanmay, eğirliqini sanmay, özü pul tapalığı dek, 28 yaş çiremdi o, 25 yaş çiremdi o, yeşi ötep ketmeydi o oğalanınki. Pulunu tepip atalarını razı kılıp etip bulap, endikin hemen toy kılma. Ben özümdeki tapkını ata beni bekip muş yaş ketipler kata ketipler ben 18 yaşta ötkenden yakın bir erkin oğal olup emdi ben benim kılıdığan işim manda-mandayken ata-ana dep ata-anasının razılıkını elbetip endikeşken az unda kıldıgan balla bek az. Çünkü menmençilik çıkılap gitti bizde. Benim pulum var dep birisini manda kılım, benim pulum var dep birisini manda anıdı ben kalamı. Bulatqa ısrapçılıktan tatip bizninki hazır hemmisi cevabı var hemmisininki. Çünkü azık bizden yaşlarımız mektepte yaxşı okusun, yaxşı kelsin, ata-anasını xap qılmasın, keldi. Kendiki boptu bunun toyunu qıp koyayla, boptu toyunu qılla. Bizninki zemimizde bağ işkenler qıp koyduk toyunu. Toyunu qıp bulapmaydı, qutlanmaydı ata-Allah. Toyunu qıp bulapmaydı, baladan bir şey toğup bizge taşlap berdi onu. Özünün bazı özü baksunmamdı. Özü bakmay, ben anı qısanmaydı, bakanmaydı iken endiken menin nevrem dep biçare anıla atıla capatadı. Aşıla balına bakıldı, konu hoş oldu, bekip berdi amal yok. Aşılını biz kışınamay, alını biz berip, apa dada dep özümüzden örümtüne kılıp etip balına bakın sanmay, bek balı bakın balı bakışından bizim teklif kılıp ama siz qarab birin manda qilsa endikan bizni hozir yoshlarımızda o yo'q pulni tapimiz tapgan bilan ota-onaga bermay endikan qalayim qaychilik ishlatib o'tib yeni pul qolmaganda endikan ota-onasidan yig'lab ota-onasini qazab bera uyini setib o'tdi mashinasi olsa mashinani menga bera o'zi asonmamda mashinani yoshlar o'zi elish kerak uyini o'zi elish kerak to'yini o'zi qilish kerak menga bir Xanzu og'inamning bolasi bak ta'sir qildi ta'sir qilib o bola bilan biz bir yerga do'konga chirdik chetga chiqqan do'konga birga kirsak 20 ko'yliq maykani oldida opti men mayada sal yaxshi ekan mani olsangmamdo deb 120 ko'yliqni ko'rsatdim majga desam men taqa o'qish tursam men keyin o'zim pul topganda nima qilaman dedi deganda az mening pulim mushu 20 ko'yliq maykaga yetadi dedi deganda uning otasiniki 200 milyon dollarga yetadigan kuchi va ashunda bay. Aninki balisi anda datudu. Endiki onun 3 balisi chet elda ekan. Chet elda ayda 300 dollar mı 400 dollar dadisiga verdi ekan. Men endiki onun bilan paranjib qoldim. Va bu seniki muyunda bu cho'ng zavodlaring tursa, sen balalaringni ekazab, yordamchi qilsa adil deydi. Men bu zavodni aş balalarımniki men eketmayman, bu yerga judib eketgan olmaydi. Mush balalarimga hozir men batida bersam ballarını
Manda terbiyelemey kelip balları hemmesi divanı olap çıkıdı onunki. Meni ata-ana mıyda terbiyelege. Alıman 300 koyunda pulunu kanda tepişini ügensun dep ballarımla çetelde okutudu. Bir pun okuş pulun vermeydiken. Yine işlep özden aşağıda. Kar yokken jığlısı mı? Yine ata-anasına pulu vertközüp dadısı özüge 300 koy mu $400 vertközdikken. Aşını kılıp keyin pulunun nemelikini bilgenine yakın ma eğitimini tutkatsam balamga endiki manın kadar kıymeti oldu. Azıcık bizden balada pulunun kadar kıymeti yok. Bulap mazırma ünlüdarda xajaydigan bo'lgankin pulni qanday qaytgan qilmaymiz. Men kichik vaqtimda bizga 1 mo'chen 2 mo'chen yetlik versa xo'shulab 5 pun enda yetlikni berdi. Voy bu minda sanab minda qildik. Hozirgi balalarimizga vizkoy bersak o'ramishma. Kichik balalardan deydigan gap yo'q. Kichik balalarimiz tug'ilib boqsam ola bolam pul yo'qmi deb qolmasin deb tilpinning ang no'sini apirimiz. Chet ellikka qaranglar, chet ellikning qo'lida no'sh tilfi yo'q. Sir tushib ketgan deydi bu men uchun bir xizmat deb qilpas bo'ldi, tilpi usan bo'ldi. Biz hozir uya o'ynash oldik. Endikin bütün yoshlarimiz qanday bo'ldi? Ota-onaga bo'lgan mehr-muhabbat ozlab ketgan. Endikin o'zimizning ko'zimizni vayron qilgan. Uning keyindan balamiz yana o'ta bala bilan paranglashmay o'zimiz kichik balalarimiz bo'lsa tilpi o'ynab o'tiramiz. Endikin balis qanday bo'ldi? U mendiki tilpi yapirab, unda tilpi o'ynag'ini qildi. Abay dedim men maktabdan kelib biz onamizni ko'rib olsak, dadamizni ko'rib olsak deb jugrab keldik. Hozirgi balalar telefonni ko'riblam, onasi ayada o'tadi, kar yo'q, bir telefonga kelar deb aymonda qiladi. Rasmiy yolg'onmi shu bo'latqa ahvolda shu ammallandi bor. Mushniki hozir sizlar degan shu yoshlar bulapmi o'zi ota-onlarni, mayli ota-onasi abay sizimdan sizniki ota-onangiz tugab ketibdi. Meni kichik tugab ketgan. Kichik vaqtim namraq cho'ng bo'lgan. Bir velosiped minib mangsa, velosipedni ishni ilib olsam deydim. O velosipedni aldım, elib keçiç uxlamay qayğıbas velosipedindigan boldim. Keyin moto minsa, qaqni motoda chiqsam kaştımı birini qo'ygandi. Ko'zimda o chiqib qulqam 3 kun anglamagan. Qaqni nimasi tutqanligimdan meni uribdi. Men qachonlik olaman shunda motoni dedim. Keyin moto alsam qaq mashina olib mangdigan bo'ldi. Opla, bu mashinani qachon olaman? Hozir mana mashina hammasi bor bo'ldi. U bizga namkan. Eng muhimi ota-onamiz yo'q bo'ldi. Shuning ota-onaning xizmatini yaxshi qilib, ota-onani hurmatlaydigan balla bo'lsa, yoshlar o'z mag'lub bo'ladi ash balla. Uningga ballari mayda qilib, uning ballari ayda qilyapmiz biz jamiyatning nergi bormiz. Bola cho'ng bo'lgankin o'zining o'zi chiqish kerak. O'zini biz 18 kirgizib qo'ydik. Davozliqni qildim kichik vaqtimda. Yana pul topimni deb zambilda nima ko'tardim, lay to'shitim degan. Manda bir tal yog'ochni qo'yib bersa, endi bir sherkim bor ikkidan bir kun kaç kişinin qilsak bir koy 8 mo'chen berdi. Etdigandan kaç kişi zambildan qildim. Men hozir bu yerda o'tirib qo'yganmiz deb qo'ygan bilan mening tatqanda. Men ayliqqa tavuzning urug'ini yig'ib kichik vaqtimizda xalq tavuzni tukurida urug'ini pastga berib manda nima elib manda javraylab berib ham tavuzning urug'ini yig'ib xalqlar yasa unda ish turib xalqning arliqlaridan ekilib bir o'yga apirib uni yuvib attab qisib qurtib qursak uni kilosi manch pulda oladi deb anda setib ayda pul topdi. Nima desa bu yerda o'tirib obushur uzun anda ulab qolmanda emas. Men ashunda Japan tatqach hozir yetarlik mablag'ni berdi. Men bu bolarimga talab eg'ir bolarimga balam pulim bor men qila devamayman. Hammasidan javob bor balam meniki. O'qdingizmi? Hamda cho'ng. Qiz bo'lgankin qizcha qaraymiz. O'g'il bo'lsa o'g'il. Bo'lapmi o'g'illar hamda oldin qatorda turgan bo'lgankin o'zi tursa mayl berib bir yat ishlasa tapalaydi 3 ming qo'y ayda ishlab turib ota-onasiga azroq pulni ekirib ota-ona meni topqinimki meniki manda arzuim bor meni qilsam desa bo'ladi. Hammaydan hozir voy balam deymiz. Balamiz deblam, keyin balamiz tug'ilgankin biz balamiz deb ota-onamiz bir yerda qoladi. Ota-ona biz topgan tagini berdikken bizni beqib cho'ng qilib qatali qilib shundoq yaxshi qilib qo'ysa og'irsa ota-onamiz og'irib qilib yotsa endi balam deb balasini nim qilib o'ynatqina ketib ota-onasini o'ynatqina purg'aydan bek ozki. Baladımı bekerek ata-ona biz oynasak bo'ldi. Apasa açlı xo'sh bo'lsa, endikin biz ko'klaymiz, pulimiz jiq bo'ladi, ishlarimiz o'ng bo'ladi. Shuning bilan yoshlar deydigan gapim sizmi shunda tirishib o'tibsiz. Ishlaringizga madad tilayman. Ota-ona hurmatlagan odam cho'qim ko'klab mangdi odam. Qanday ahvolingiz Adilka, yaxshimi? Men gaplaringizni anglab shunchalik xursand bo'ldim, shunchalik jiq bir narsa o'rganib olgandek bo'ldim haqiqatan. Men kichigimdan shu jurnallardan ko'ratdim, sizniki Sansha bo'g'izda mang'iningizni eng dastlabda anglagan Uyg'urlardan
Shunda bir odam ish kirdi, işte mengibdi deb shu vaqt bir 10 yosh vaqtim tug'i deyman meniki. Shular xabarlarni ko'rgan, keyindan ish qilib qiziqatdim-da kichigimdan sizga. Hozir mishaydi mana naq bir sahnada o'tiribdiman. Shunchalik xursand bo'ldim. Teningizning salomat, umringizning uzun bo'lishini, ishlaringizning texmo yaxshi bo'lishini umid qilaman aka. Rahmat. Hamda sizga shu Abida shirkatimizningki Chilan alqat sharbati bilan yangidan bozor sog'in limon gazliq ichimligidan sovg'a. Rahmat. Mana ishqatga dadi bek mangadigan bo'lib ketdi. Rahmat aka. Rahmat. Abida bilan ham to'g'rilab ketdik-da sizni. Yaxshi, Abida mening qizimning ismi ekan. Uzun bo'pti ekan menda ishimlikni ichmagani. Ishbeqan aka bo'lmasa? U eli ichma saqlab. Saqlabdi. Rahmat aka. Mush naq maydondagi tomosha bularni o'zining so'ramoqchi bo'lgan savollarini dadillik bilan so'rab oldi. Sizning javoblaringiz hamda mush yerdagilar ham emas. Mush ekran oldidagi nurg'un odamlarga ta'sir qilyapti deb o'ylayman-ku. Shundaq bir xil ahamiyatli bir san bo'ldi, ma'noga ega bir kun bo'ldi. Bizga nisbatan shundaqo. Sizga yana qayta tomosha bular nomidan tashakkurimizni bildiramiz aka. Bundan keyin salomat bo'ling, eng muhimi. Hamda bizning tavsiyamiz shuga, abay, bizning o'ylig'inimiz shu bo'ldi. Hamda to'xtatsangiz deydigan-ku. Ham salomatlik muhim, mishagicha demisimi yetarli bo'pti aka. Bu hamda hayot mamotlar o'ynashadigan ishlar bo'lgandan keyin hamda tasadduqlikdan xoli bo'lmaydi insonchilikda. Shuning uchun buningdan keyingi vaqtlarda hamda oilangizga sarf qilib vaqtlaringizni, ko'p vaqtlaringizni mushta bir programmalar, san'at filmlari bo'lib qatnashib dadillik bilan shu ko'rmanlarga bir ko'rinib tursangiz, imkon bo'lsa, jiqroq sizni ko'rib tursak, shu kifoya deb o'yladik shaxsan. Sizlar uchun to'g'rimi? Bo'ldi, ha? Rahmat. Eng muhimi salomat bo'ling aka. Rahmat. Ailangiz texmo baxtli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Cho'lpon keldi programmamizga qatnashganingizga yana bir navbat tashakkur. Mush programmani burun hamda ekranlarda ko'ribsiz, lekin bugun o'zingiz naq maydonda qatnashdingizda ta'sirotingiz qanday bo'ldi aka? Bek ta'sirlandim. Bek issiqga mana. Uni ustiga shu qiziqarlikdan ustida mana işte. Cho'lpon keldi programmasi bütün Şinjandagi xalqimizning yoqtirib ko'radigan bir program bo'lib chiqibdi. Menmi ko'rib nurg'un bizning san'atkorlarimizni shuning qiziqarli ishlarini ko'rdim. Uni naq maydonda bo'layotgan ko'rib mana bugun hozir siz bilan mana billa o'tirib paranglashdik. Bu fursatni sizlarning berganligingizga menmi chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Meniki yurak so'zimni desam, mushu o'ltag'an ko'rarman barliq xalqimizning ketini salomat bo'lsin, umri uzun bo'lsin. Cho'lpon keldi programmamizga bakarak diqqat qilib o'zimizning salomatligi uchun texmbek diqqat qilaylik. Rahmat aka. Rahmat. Xo'sh, Cho'lpon keldi programmamizdan 2023-yillik tajdorligini Abida Biopen Texnik taraqqiyot chekli shirkati alayda qo'llagan. Issidingizmi? Amisa Abida ichib boqamdiq. Salqin, limon yalpızning küçük ta'mi. Vah! Keling. Ozodlikning huzurni tan suray. Goldan o'tgan sezim, bak payzi. Bu yil yozda Abida sizga hamda. Kayfayda. Hay. Janoblar bo'lsin. Mehmetjon qani? Men bu yerda. Sen benim ish qolsa? Abidan muzdakisi teqib payzi. Bilmamsa? Bilmaylik gap bunchalik qilib ketamdi. Ya Abidan issiq ichib saqammi ya? Men Abidan muzdak turib muzdak ichib boqay deyman. Ulan muzdak bo'ldi. Sen? Abidani salsan o'ldika? So'qqa ichib ketmasin. Qalaymi? Abida soda suyining lazzatini muzdek ichganda bilasiz. Ha, Mehmetjon. Mal qani? Mana, mal. Avval tetib yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushuntirdim. Nima tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetib boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizoladigan tayyor tam tertib quldiri. Tushundingizmi?
yo'q. Men tushuntiramadim ba. Yo'q. Sen baqa. Ishq men tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib olib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyordan tettiruvchi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'myan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, istoliya cho'p qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men buni kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq qiling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Avval tetib baxmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Molbekni oz qolgan. Ma'qul, og'zinglarni ichinglar. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshiroqman. Bu kallalar faslani davotiman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baxsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib qil. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyortam. Oy, go'shagan chaqlar var. Yo'q, go'sha emas. Tangyopinga foyda qilgan mas'uliyatga oldim. Tangyopinglab qolma. Bak diqqat qilslar. Bak to'qpoqi kesalkan bu. Qaynotamma mushkisallab qilib shu qilmagan darimiz qolmadi. Ya men emas, dadamga oldim. Bucho. Bu. Kan şekerini güvəlletib, əgəşmək kasalliklarni oldin olgan, şuna ikki qap setib oldim. Oy, bunda qıslaq ne? Abi hekim açıq kav kapsulu? Oy, onda olsa mən qaynatamğa ikki qap setib olay. Meni bir başlap basla. Bak yaman kella. Yaxşılıqını bilib qal ha. Oy, sizlar degan doim shunda yaxshi mahsulot ishlatib turibsizlar. Ma'qul, boshlab qo'yay. Manslar. Programımızda riyasetçinin kiyimini miras kiyim-kechak madaniyat şirketi alayda qo'llagan. Bovlardan miras taqdak qamatga qiyas miras kiyimlari. Amsa deyishgan gap shunda bo'lsin. Buningdan keyingi vaqtlarda aka siz mush Urumchida bo'lib qolsangiz, biz yana davomli taklif qilib turamiz aka programmamizga. Buda kelgan vaqtda yana keyingi qismlarini so'zlab, yana biz anglab baxmagan temalarda bir paranglashib, ko'rinmalarga, yoshlarga haqiqiy yo'sindagi bir aktiv energiyani bir yetkazib qo'yishingizni chin ko'nglimdan bir umid qilaman aka. Unda boshqa masala yo'q deb o'ylayman. Uzun yillardan beri siz hammamizga hamroh bo'ldingiz aka. Ekranlarda ko'rdik. Gerçi 100 tirani ko'rish bo'lamagan bo'lsaqmi, sizdan nom sharifiniz, sizdan mush taqib turqingiz, bizningki nurg'un aslimalarimizga aylandingiz aka. Hamda lekin buningdan keyin davomli ko'rib turishni orzu qilamiz-yu. Nurg'ulg'an vaqtlar o'tdi. 90-yildan baldirimi cho'ng bo'lib mana hozirga keldik. Sizning davrdoshlaringizmi balkim sizni chin yurakdan e'tirof qilib, bizning davrdoshllar menda odamlar chiqqanda faxrlik tuyg'ularda bo'lishi mumkin aka. Hamma ko'rinmalarga, hamma tomoshabinlarga nisbatan bizmi sizga tashakkurimizni bildirish yuzasidan mush programmamizda oddiy tashakkur lo'nqimizni sizga yetkazsak, mushni saqlashingizni umid qilamiz aka. Rahmat. Nayta çoğ bir şaşırıpta bu mu? Perde akıstaki nurgun yürek sözlerimizni program arqılı xalqimizga yetkizdik. Bu fırsatni yaratib bergan sizlarga rahmat. Ayna nurgun yürek sözlerimiz batdi. Ma vaqt qısula qaldı da. Yani ikinci qism, üçüncü qism degandek, yani tabii uyqulni keltirmaydigan, uyqulni keçiç alsanglar, ağlığın keldigan ötmüşlerim batdi. Çünkü bugün men shunda xushal bo'ldim. Maydonga qatnashib bergan barliq mehmonlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizlar jafo chekdinglar. Rahmat. Bugun rahmat.